الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dünyanın her qaysı yerlərdə mühacirətdə yaşayotgan aziz dostlar, güzel qarindaşlarımız. Bugün bizdinki qilgan va'dimizga asosan ekranda ko'rib atgan kishi Sharq Turkiston sürgün hökumətininki reisi Ahmetcan Osman efendim bilan sizlar bilan yüz görüşdük. Bugün xalqimiz ko'p qiziqayotgan bu Sharq Turkiston hökuməti kim, qanday qurildi, qaysi jarayonlarni boshdan kechirdi, qanday xizmat qilish uchun qurilgan bir hukumat va Ahmetcan Osman ismidagi bu qarindishimiz akimiz bugungi Sharq Turkiston sürgün hökumətining prezidenti, ya'ni reis bo'la sufti bilan qanday bir xizmatlarni ilib beryotidi degan masala ustida nurg'un qarindoshlar qiziqqanligi, nurg'un kallasidagi fikrlarga javob tepish uchun mana bu ikronimizni saqlab o'ltirganlik uchun bugun biz hemen suhbatning ichiga kirib ketamiz. İkranda ko'rayotgan kishi Ahmetcan Osman efendim inşallah bugün nəhayət ochiq bir suhbat, ya'ni erkin fikir bilan, erkin munozir bilan qarindoshlar bilan o'rtaq shaklda biz bir suhbat ilib boramiz. Qarindoshlar ekrandagi nomerga naq maydonga telefon qilsa bo'ladi. İnkas yazsa, inkaslarni ko'rib turamiz. Har qanday fikir, inkaslarni yazsa, har qanday bir savol, takliflarni ba'si bo'ladi. Har qanday tanqidiy fikrlarni ba'si bo'ladi. Albatta tanqidlarga biz her zaman ochiq. Mayli Ahmetcan Osman efendimga bo'lsin, mayli faqir qarindoshlar Hüseyin Tajalliga nisbatan bo'lsin, har qanday bir shakldagi suhbatimizni biz bu ekran orqali barobar shaklda ilib boramiz aziz do'stlar. Men so'zni hemen Ahmetcan Osman efendimga bersam, normalda biz chet eldagi qarindoshlarning ko'pinchisi Ahmetcan Osman efendimni tanıymiz. Ammo yangi hijrat qilib chiqqan va yoki burun tanishmagan va ekran yuzida ko'rmagan qarindoshlarga yana bir tanishlik bo'lsin uchun men so'zni beraman va Ahmetcan Osman efendimning o'zini biroz tanishtirishini ya'ni umid qilaman. Assalomu alaykum Ahmetcan efendim, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Aleyküm assalam ve rahmetullah. Ben yaxshiysiz, çok rahmet olsun. Elhamdülillah. Qarindoshlarimiz kutayotgan bu minutlarda sizni bir qisqacha tanib chiqaylik, undan keyin biz suhbatga kirib ketaylik. Marhamat. Bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli ko'rurman qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Ahmetcan Osman. Men 1964-yili Ürümçide Büyük William Kömür Kanada olgan. 1981-yili Ürümçi Tecrübe Otur Mektebi'nde tüyütüp Sharq Turkiston Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi'nde o'qishga 82-yili Suriyaga o'qishga chiqqan. 86-yili men Uyghur Yeni Şiiriyeti deb ataladigan, ya'ni Bunga Şiiriyeti deb ataladigan şiiriyetninki boshlamchilaridan biri bo'lishim bilan bu şiiriyetni boshlagan. 1990-yili o'qishni tugatib Suriyada vatan qaytgan. Lekin ba'zi sabablar deganimda endi yana shu men ayni vaqtida o'qiyotgan vaqtlarimda Turkiyaga, Saudiya Arabistonga berib ba'zi bizniki muhaciratga tashkilot bilan va siyosiy arboblarimiz bilan ko'rishganligim uchun bu xabarlar balki Xitoy xavfsizlik organlariga yetib borganligi uchun menga ayni vaqtida ishgan. Shuning bilan men 1994-yili vatandan ayrilib Suriyaga qaytib chiqib ketgan. Shu chiqib ketgancha hozirgacha men muhojiratda sürgünde yashayapman. 1994-yil chiqib ketdingiz, shunami? Shunda. Men 1994-yilda eng oxirgi qatam vatandan ayrildim.
ta hozirgacha surgunda yashadi. Şundak. Hoş ayığını davamlaştırın ben demek yani çetelge çıkkılın ait uzun vakit boğallıqını ben biraz hayran bolup şunun için bunu sorap koydum. Ayığını anlaylı. Aha. 2004-yili Suriye hükümeti meni Suriye'den aydap çıkarıp etti. Bunun sebebi hem de Xitayning Suriye'ye olgan besimi bilen buldu. Çünkü 2004-yili Suriye'nin prezidenti Beşar el-Esed Xitayga ziyaretke barmoqchi bo'lgan. Şunun harpsida görürmenlermi sizmi bilesiz, hem de onun harpsida çıktığı hükümet otursida bazı pütüşler oldu. Şu pütüşler hem de Xitay mening Suriye'de turup Xitayga karşı hareket elip berayotganligimni ta'kidlab meni talab qilgan. Shundan bilan mening ayolim Suriyada bo'lganligi uchun ham mening Suriyada hali 100 o'g'il dinarim bo'lganligi uchun, chunki men Suriyada arab dunyosida bunday tanilgan bir shoir sifatida ziyorat. Shundan bilan meni Suriya o'z chegarasidan chiqarib ketgan. Men 2004-yili Turkiyaga kelib, Turkiyadan siyosiy Kanada 2004-yili 10-oyda Kanadaga kelgancha hozir Turkistonda. Rahmet. Allah razı olsun. Ait kısa bir tanıştırış oldu. Şundaktım yana söhbet jarayonida yana işkirlep kirsek boladı. Qarindoshlar bu ilanni chiqargandan keyin nurg'un qarindoshlar bu sizdan burun Sharq Turkiston sürgün hükümeti degan bu so'zga ve bu qurilgan hükümetga nayet qiziqdi. Aslında bu hükümet nayet burun bir qurilgan hükümet. Belki texmi bunun yaxshi ochiqlamasini sizdan anglaymiz to'g'risini. Ve Ahmetcan Osman degan kishi kim degan masalada nurg'un qarindoshlar qiziqdi. Men masalan bir qancha yilning oldida qiziqatdim, chunki sizningki biz adabiyot o'qigan bo'lganligimiz uchun bu gunga she'r masalasidagi xalqaroda ko'rsatgan ta'siringizni biz bilamiz. Bo'labmi arabcha she'r yozishda, arab adabiyotida va dunyoda arab she'ringiz bilan tanilganligingizni bilamiz. Uyg'ur she'rlarini yozasiz. Albatta bununla qarindoshlarningki inkaslarını birazdan aldığım ben okup öttüm. Nurgun inkaslarını bizim ilanımızdan astığa yazıptı. Allah razı olsun bu qarindoshlarımızdan. Ben şu bizninki bu stüdyo Uyghur halkınınki ve muhacirlerimizninki şu rehberler bilen, ustazlar bilen, doktor alimlerimiz bilen tanıştırdıgan, ular bilen söhbetleştirdiğin bir vasıta kılış ve nihayet demokratik bir şekilde yani hemmeyle öz ara bab beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degenge o'xshash hemmanglar tavaqning tishlaridek beraber degen bu sözünü asas qilib bütün xalqimizni yoki bütün muhacirlarni rehberler bilan o'xshash şekilde bir xizmat va yoki bir suhbat qilish maqsadida qurilgan bo'lganligi uchun avval qarindoshlarning yozgan inkasidan boshlasam deyman, o'zim akagan temalarni keyiniga qo'yib qo'ysam deyman. Ya'ni Sharq Turkiston sürgün hükümeti nima uchun Sharq Turkiston sürgün hükümeti deb qo'yildi degan bundan başlasak ve aslında Sharq Turkiston sürgün hükümeti qachon qurildi? Nima uchun bu isim qo'yildi? Qaysi sharoit, makon, zaman ostida qurildi? Buni bir boshdan anlatib bersangiz ham yaxshi. Bundan boshlaymiz. Bo'ladi. Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti aldı bilen siz degende isimden bir başlap analitin kuruluş jarayonini bir so'zlab o'taylik. Albatta Sharq Turkiston sürgün hükümeti degan bu isim Tibet sürgün hükümetiga tatbiqlanib turib, şu isimga asosan qo'yilgan bir isim aslida. Asli sürgün hükümet bo'lish uchun ayni vaqtdagi Sharq Turkiston hükümetidir. Mesela 1944 kurulgan hükümetten yoki 1933 yıl kurulgan hükümetten biri hükümet erbabı yoki bir qancha hükümet erbabları vatanning sirtiga sürgünge chiqib, şu sürgünde bu hükümetni qurgan bo'lsa, albatta bu kanunen sürgün hükümeti değil. Bizde undaq bo'lmadi, lekin shunday taqdirdamiz sürgün hükümetler. Asli
bu hükümetin ismi mesela Şarkı Türkistan'ın vakıtlık hükümeti deyilgen olsa tekrar doğru bulat dep oylayman şahsen ben dedi. Lekin endi bu isim şunda koyulganlık için Şarkı Türkistan sürgün hükümeti dep atalganlık için biz muşu isimni hazırlaş koymak vaktimiz. Bunun mutlaka özgürlüğümüz yok. Belki aldığımızdaki kurultaylarda belki sürgün hükümeti deganni Şarkı Türkistan vakıtlı hükümeti dep ataş hakkında bir muzakere qilishimiz mumkin. Parlament o'tira qo'yishimiz mumkin. Endi 1994-yili 2004-yili bu so'rayman. 2004-yili 9-oyning 14-kuni Şarkı Türkistan sürgün hükümeti Washington'da kuruldu. Bu kuruluşa, hükümetin kuruluşuna şəxslərdən, vətən sırtında fəaliyyət edib veriyotqan, Şərq Türkistan Milli Azadlıq Hərəkətiga faal qatnaşıyotqan, aktiv qatnaşıyotqan bizning zatlarımızdan başqa, yana vətən sırtında fəaliyyət edib veriyotqan 8 təşkilatның qatnaşı bilan Washington'da Şərq Türkistan sürgün hükümeti. Bu hükümetninki kuruluş, yani konstitusiya qanday desimiz parlament a'zolari 60 ga yaqin parlament a'zolari bo'ldi. Shu parlament a'zolari yig'inga qatnashdi qurultayga. Shu qurultayda parlament a'zolarining saylimi bilan hukumat kabinet a'zolari saylanib chiqdi. Lekin butun barliq kabinet a'zolari saylanib chiqmaydi. Faqat hukumatning prezidenti, Şərq Türkistan prezidenti, Şərq Türkistan sürgün hükümeti baş ministri ve Şərq Türkistan'ın sürgündeki parlament reisinden ibaret 3 şəxsiyyət sayılıb çıxdı. Onun dinki hükümetninki ministerlerini yeniden sayılıb çıxan hükümetin reisi, yani baş ministri körüstüdü ve Cumhur reisinin, yani prezidentinin maqulluğu bilen bu ministerler atıldı ve hükümet kabineti teşkiline çıktı. 2015 yılı Japonya Tokyo'da 15 yılı bizimki Cumhuriyet günü de 11. ayının 12. günü Tokyo'da Şərq Türkistan sürgün hükümetininki ve parlamentinin 7. nöbetlik kurultayı çağırıldı. Saylımı, umumi saylımı. Şu çağda ben Şərq Türkistan sürgün hükümeti prezidenti olup saylandım. Bu sayılışım bilen ben elbette bizimki birinci prezidentimiz olan Ahmet Digenbedi tanıdığım kalsa ben Şərq Türkistan sürgün hükümeti kurulup hazır reis olğanlığı ikinci prezident hesap. Hükümetinki kurulması ben biraz eski tutkende aşımda bizimki dünyanın her qaysı jaylarında, devletlerinde parlament a'zolarimiz var. Her 5 yılda bir kıtım umumi saylan bulundu, yani kurultay bulundu. Şu umumi saylanda bu dünyanın her qaysı jaylarındaki hükümet Şərq Türkistan parlament a'zolari yig'ilib muayyan bir shaharda bir davlatda saylama barıda shunun bilan hukumatning yangi kabineti tashkil etildi. Rahmat. Buni men yana ilgirlagan holatda so'rayman. Bu Şərq Türkistan sürgün hükümetinin bu anglashlarga qaragan vaqtimda bu birinchi Şərq Türkistan sürgün hükümeti, ikinci Şərq Türkistan sürgün hükümeti degan bu narsani anglayman. Hem onundan başka Enver Yusuf Turani degan bir şəxs aynı zamanda bu hükümetke prezident bo'lganligi to'g'risida onundan xabarimiz var. Bu qandaq masala, buni bir qisqacha deb o'tib ketganmiz. 2004 yılı 9. ayının 14. günü Washington'da kurulgan bu hükümetin kuruluşlarının biri Enver Yusuf Turani. Mühim kuruluşlarından biri elbette.
Hem şu qatımki hükümet kabinetinde Enver Yusuf Turani Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin baş ministri olup saylangan. Ve bu vazifeni ötügen. Lekin Enver Yusuf Turani 2005-yılın ahiri Xitay Xalq Cumhuriyeti'nin Washington'daki elçixanasından vize edip işgaliyetli vatanımız Şarkı Türkistan'a bağlılığı için bu bir bizimki asası kanunda bulandı veya ki bizim vicdanımızda bulandı, siyasi vicdanımızda bulandı. Bu bir cinayet hesaplanır. Çünkü ne için deseniz Şarkı Türkistan, işgaliyetli Şarkı Türkistan devletinin ilgili hukukunun Xitay'ın politiklerinin sıfırlatılması. Bulup mu Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin baş ministri tekrar. Bu şimdi halette Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin baş ministri işgaliyetçi bizim zeminimizni işgal qilgan, ilgili hukukumuzga chang salgan Xitoy tajovuzdan iborat shunday bir davlatniki elchixonasidan o'zininki vataniga ishg'ol vataniga berish uchun viza olish deganda bu ya'ni bu ilgili huquqni Xitoyning qo'lida bu bir cho'ng siyosiy xatolik va jinoyat hisoblanadi. Shu sababdan Enver Yusuf Turani hukumatdan umumiy ovoz bilan hukumatdan sirtga chiqadi, ya'ni aydinlar. Lekin Enver Yusuf Turani hükümetinin bu kararına amal qilmay, yana o'zi men baş minister, men hükümet degan shunday gaplar bilan hozirda davom etadi. Amaliyotda bu ko'chalarda yotib yurgan shu bir hükümet, hükümet, üniversitenin hükümeti, falan hükümeti degandek shunday gaplarning siyosatchi ekanligi. Yani bu kishi hozirmi o'zini Muşu hükümetninki prezidenti bo'lib hesaplaydı yani. Baş ministri hesaplaydı. Xo'sh. O'zini ashtaqlab atab va shunday shaklda ba'zi harakatlarni qilib yurdi. Lekin bu qonunsiz. Bo'ladi. Biz bu jihatda nim qilib kirmaymiz, yani buning ichiga bek ko'p kirmaymiz, chunki studiyamizning axloqiga to'g'ri kelmaydi. Faqat agar Enver Yusuf Turani buni izlayotgan bo'lsa, naq maydonda telefon qilsa bo'ladi. O'zini anglatish yoki har qanday fikr taklif bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ladi. Men shunday aytganda unda so'zlashishga bo'lmaydigan yoki bo'lmasa birazlik masalalardan emas so'zlasak bo'laverdi. Uning ustiga bir aniq bir masala. Men hozir eskartib o'tgandek, bu Enver Yusuf o'ziniki o'tkazgan bir xatolik va sabab bilan bo'lgan ish. Shuna buni deb lekin yana davomli so'zlasak bo'ladi. Bo'ladi, rahmat. Ya'ni bir qarindishimiz inkasda yozibdi, Ahmetcan Osman efendim Xitoyga berib kelibdi deb anladik. Bu to'g'rimi deydi? Siz bordingizmi Xitoyga? Albatta, men mumkin emas deyishim. Chunki men Xitoy pasportini ko'tarib yurgandim bormidim 94-yil qaytib vatandan ayrilgandan bugunga qadar ham boshqa pasportni ko'tarib bormayman. Chunki men Sharqiy Turkistonning Xitoyning qo'lida ekanligini, Sharqiy Turkistondan iborat bu vatanimizning, davlatimizning, huquqimizning ilgili huquqining Xitoyning qo'lida ekanligini hargiz e'tirof qilmayman. Shuna men Xitoydan viza olib o'zimning ishg'oliyati vataniga bormayman va mumkin emas deyish. Allah razı olsun. Xo'sh, Abay bu Sharq Turkiston sürgün hükümetininki tarixi to'g'risida biroz to'xtalib o'tgan bo'ldik. Uningdan burunqi, yani Enver Yusuf Turani zamanındaki Sharq Turkiston sürgün hükümetininki qilgan xizmatlarini bilamsiz. Yani uni biroz qisqacha deb o'tib ketsangiz. Chunki shu vaqtdan beri xizmatlar qilinganmi yani? Chunki vaqtda ko'p mashhur kishilar bor ekan, masalan, Saudiya Arabistonda yashayotgan ustozlarimiz, marhumlar va uningdan boshqa nurg'un mashhur kishilar bu hukumatda xizmat qilgan ekan va ma'lum belgilik xizmatlarni qilgan ekan. Ya'ni Enver Yusuf Turani'ninki vatanga berib kelishi bilan albatta bu hukumatning xizmatlarini yo'q chiqarish albatta bu bir xatolik hisoblandi. Shu vaqtdagi xizmatlardan bilamsiz? Yo'q, bu bir hukumat. Yani 2004-yilda Washingtonda qurilib, ta hozirgacha davom qilayotgan bu bir hukumat. Lekin siz hozir davatqaningiz bu yerda Enver Yusufninki shaxsiy bir ishi. Ya'ni siz davatgan hozir Enver Yusufning vaqtidagi hukumatda bunday odamlar borkan,
meşhur adamlarımız bakan Saudi Arabistan'daki mesela Hüseyin Karakistan'ın okşaş düşünmekçi oluştuğumuz mümkün. Elbette hazırlıkça ve 2004'ten ta bugün kadar devam kılmaktan hükümette bütün bu adamlar var. Mesela Ahmet İgenberdi 2004 yılı kurulgan, Başkent'de kurulgan vaxtıda hükümetimiz Ahmet İgenberdi prezidentti. Ta bugün kadar degende 2015 yılı ben reis boğan kadar, prezident boğan kadar Ahmet İgenberdi prezident oldu. Onun için Şarkı Türkistan parlamentinin reisi boğan Sultan Mahmud Kan 2004 yılı hükümet kurulgan vaxtıda sürgündeki parlamentin, Şarkı Türkistan'ın sürgündeki parlamentinin reisi olup sayılangan. Ta 2015 yılı Tokyo'daki kurultayda Küreş Atahan dostumuz parlament, Şarkı Türkistan'ın sürgündeki parlamentin reisi bulup sayılanan kadar Sultan Mahmud Kan reis oldu. Şununla okşaş, hükümetin bütün asas adamları bizimki beş kadem inkılapçılarımız ve yeni atmışkan olsun ve burundan tartıp hükümetin kabinet işletmeyenler olsun. Hemisi, mesela Ablacan Leynnaman'da değil, İlyas Şemşi'nin değil, hemisi de gider. Yani şu vakıldaki hizmetlerini bir azraq değil. Yani şu vakıda qanday hizmetler qılındı aynı zamandaki. Yani siz prezident bolaştın burunqi hizmetler. Elbette Enver Yusuf baş minister boğan vaxtdaki hizmetlerini eğer eskertlik doğru kelse elbette birinci bulup Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki Washington'daki kuruluşu meselesi bu yine Enver Yusuf'tan ayrı kararılmalı. Enver Yusuf bu hükümetinin asaslı kuruluşlarından biri. Demek hükümetinin kuruluşu yanılan Enver Yusuf'un namı bilen çemberçesi bağlandan. İkinciden Enver Yusuf hükümet kurulup bir yıl içinde hele nurgun faaliyetlerini kılan mesela başka devletlerden boğan münasebetlerini hükümetin ve şundaklar Şarkı Türkistan davasının ki bir müstakillik davası. Yani bir ilgili hukuk meselesi, zemin meselesi kendiliğini halkımızga, özümüzün davagerlerine, özümüzün dava sistemisiga ve şundaklar halkaraga başka devletlerini tunutuşta kontrollerini koşan. Hatta Japonya'da Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin ki Japonya'da turuşluk mesela elçixanası, baş elçisi de atalgan, fəxri baş elçisi de atalgan, şundaq bir organlarını kurulgan Japonya'da. Hazır mı var mı Japonya'da Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin elçixanası var mı? Ya hazır Şarkı biz elçixanası da atamadık. Onu lekin hazır Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin ki Japonya ve Japonya ve Şarkı Asya ve Cenubi Şarkı Asya vakaletçisi var. Nima uchun uni amaldan qoldirdik yani bu bizning bir konsulumuz bo'lsa yaxshi masalan aslında chet elda. Hazır endi şu mesele şu yerda albatta buldu. Bunun deyimi bizning o'ylashayotganimiz zaten bu shunday vakolatchilikni biz konsul yoki elchixona deb atamamdiq degan bu shunday masalalarni hozir muzokara qilyapmiz. Albatta o yeni bir tarafdan ilib vaqtda ya'ni bizning hukumatimizning funksiyasi hukumatimizningki xarakteriga ilib vaqtda albatta o elchixona bo'lishi kerak. Yani pasaport yoki ayrim Şarkı Türkistan xalq hükümet devletinin puli degandek narsalar. Mesela bu hizmet yani çünkü bu yerde Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin hükümeti bu yerde. Hükümet Şarkı Türkistan'daki nurgun vazifelerini icra kıldığın bir isimnin yığındısı şekilde koyulgan bir hükümet bu. Bunun için bu narsalarni men yana qayta sorayman inşallah birazdan keyin. Bu Enver Yusuf Turani to'g'risida en oxirgi savolni so'rayman herhalde. Yani bu Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin nizamnamasida prezident veya ki a'zolari vatanga berib kelsa bo'lmaydi deydigan nizam qoida bormi? Bizning Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin nizamnaması yok. Nizamname deb atalmaydi. Bizdeki asas kanun var. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti asas kanunu. Demek bu şu asası kanunda Şarkı Türkistan sürgünde hükümetide vazife elib turayotgan kişilerimizninki
işgaliyet astidagi Sharqiy Turkistonga ziyoratga berib kelishga bo'lmaydi degan bizning bir modda bor. Şuna anlat ismi bu moddaga xilaf chiqadi. Tamam. Boludu bu to'g'risi yana Alloh xolos oldimizdagi vaqt suhbatning ixiga qarab turib paranglashimiz. Men oldi bilan shu qarindoshlarning inkosiga nisbatan men o'zimning temalarini biroz keyiniga qo'yay, chunki albatta bizning qarindoshlarimiz oldin o'rin turdi. Naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi aziz do'stlar. Va inkoslaringlarni davomli yozsanglar bo'ldi. Ba'zi qarindoshlarning inkoslari ustiga chiqib qoldi. Men shuning uchun yana qayta yozsanglar deyman. Bir qarindoshimiz so'rabdi, bu yaqinda Sharq Turkiston surgun hukumatiningki yig'in ichiladi ekan, bu yig'inga yig'in ochiq yig'inmi, ya'ni boshqa tashkilotlar va yoki boshqa shaxslar qatnashadigan yig'inmi yoki shu hukumatning a'zolari qatnashamdi degandek bir savol so'rabdi bizningki Zabiyullah qarindoshimiz. Buni yaqin kelgusida ya'ni inşallah 7. ayda 7. ayın ahirleri bizdeki Sharq Turkiston surgun hukumatining bir yig'ini bo'ldi, umumiy yig'in. Lekin bu albatta saylam va asos qurultay emas, bir umumiy yig'ini. Bu yig'inda faqat Sharq Turkiston surgun hukumatiningki kabinet a'zolarining yig'ini. Kabinet a'zolarining yig'ini. Kabinet a'zolarining yig'ini bo'ldi. Lekin shundaqmi biz yana bo'ladi saqlasın. Yo'q, mana telefon keldi naq maydonga saqlasın deb qo'ydim. Davom qilsin. Sharq Turkiston surgun hukumatiningki kabinet yig'inini kengaytirib biz Sharq Turkiston surgun hukumatini bizning mustaqillik da'voyimizni yaqindan qo'llayotgan va ideologiya jihatdan va bizningki shu siyosiy ko'z qarash jihatdan bizga yaqin bo'lgan, bizni qo'llaydigan, bizning hukumat kirib, parlamentga a'zo bo'lib kirib ishlashni xohlaydigan shunday odamlarni qatnashtirishni. Rahmat. Men naq maydonga qarindoshimiz telefon qilibdi. Men hozir ovozini ochsam. Assalomu alaykum. Siz savolingizni o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'sh, so'zni sizlar. Assalomu alaykum. Ahmadjon Osmonov bir savol bor edi. So'raydigan qisqasini so'rayman. Qisqasini bir javob bersa, ko'p xalqimizning bu shunga ehtiyoji bor deb qarayman. Bo'ladi, hemen savolni so'rasizlar. Xo'sh. Ahmadjon Osmonov surgunlik hukumatning raisi, agar shu surgunlik hukumatga har yig'in yechilgan chaqda, yig'in saylan bo'lgan chaqlarda butkul shu Sharqiy Turkiston da'vosi qilayotgan tashkilotlarga bir chaqiriq qavatadi yo avatmadi. Bu birinchi savol. Bunun bir javobini var. İkinci savollarni so'rasizlar, men birozdan oldida buni so'radim zaten. Har qanday kishilar qatnashsa bo'ladi, ishlashni xohlaganlar. Ayrım, çakırış ayrım. Tamam. İkinci sorularını soruslar. İkinci soru, eğer şu Şarkı Türkistan sürgündeki hükümeti Dünya Uygur Kurultayı'dan Xitay tecavüzçülerine karşı gelip veribatkan Fatih tıkmanda. Bir mu ya ayrım mu? Ya Dünya Uygur Kurultayı'nı kullandı, sürgündeki hükümet ya kullanmadı. Rahmet boludu. Bundaqda hazır anlandı, suallar iniq bo'ldi. Allah xolisi Ahmadjon Osmon efendim bunga javob berdi. Rahmat sizga. Rahmat. Birinchi savolimizga berilgan javobim albatta Sharqiy Turkiston surgun hukumatiningki saylam, umumiy saylami yoki qurultayiga Sharqiy Turkistonlik har qanday men Sharqiy Turkistonlik deydigan har qanday bir odamning qatnashish haqqi bor. Salohiyat tuşulu bo'ladi. O'zi Sharq Turkistonliklar bo'lsa. Ayni vaqtda biz 2015-yil Sharqiy Turkistonliklar bo'lsa-mu yoki Sharq Turkistonlik Uyg'urmi? Ya'ni Sharq Turkistonda 10 necha millat bor. Yo'q, Uyg'ur demaymiz, yoki Qozoq demaymiz. Hatto o'zini Sharqiy Turkistonlik degan Amerikalik, Yaponlik bo'lsa-mu, u yana bizningki Sharq Turkiston surgun hukumatiningki saylamaga, umumiy yig'iniga, nimaga, qurultayga qattiq salohiyat tushidi. Xitoydan boshqa. Hatta ben Sharq Turkistonlik degan Xitoy bo'lsa bo'lmaydi.
Özünü mən Şərq Türkistanlıq desə, Amma bizning Sharq Turkistonda men bu so'zingizga butunlay qarshi chiqaman. Bizning Sharq Turkistonlik Xitoy yo'q deb o'ylayman. Albatta, men shunday sizga o'xshash qarayman. Bizning Sharq Turkistonda herhangi bir shaklda har qanday bir Xitoy Sharq Turkistonlik desa, biz uningga shaxsan men buningga qat'iy qarshi chiqaman. Bizning Sharq Turkistonda har qanday bir Xitoyniki garajlarni bo'lishiga men qarshi chiqaman. Bu mening shaxsiy fikrim. Davom qiling so'zingizni. Okey, bo'ladi. Har qanday Sharq Turkistonlikning Sharq Turkiston sürgün hökumətininki saylamağa, umumiy saylamağa qurultay qatnaş salayetiga haqq düşüdü. Şuna biz 2015-yilda Tokyoda açqan qurultayımızga umumiy mushundaq bir taklifnoma chiqargan internetda. Yani har qanday bir Sharq Turkistonlikning bu yig'inga qatnashishini taklif qilamiz. Har qanday bir Sharq Turkistonlik. Bu birinci sualımızga berilgan cevap. İkinci sualımızın ikincisi benim berilgan cevabım elbette Dünya Uygur Kurultayı Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti tarafından etraf kılınılgan ve kullanılgan ve birlikte kuraş kılıngan teşkilatlardır. Lekin şununla birge Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti bilen Dünya Uygur Kurultayı kelgüsüde birlikte iş qilish planlarımı yo'q degili bo'lmaydi. Shaxsan Sharq Turkiston sürgünlü hükümeti tarafından elib etgan taqdirdami ya bo'lmasa Dünya Uygur Kurultayı'nınki rehberleri tarafından elib etgandimi. Mayli o rehberi Dünya Uygur Kurultayı'nınki ali rehberi bo'lgan Rabi'a Qadir bo'lsin veya ki Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi bo'lsin, Ulqun Aysa'ga o'xshash veya ki başka rehberleri bo'lsin. Muşundaq bir planlar var. Üçüncüden Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti bilen Dünya Uygur Kurultayı o'xshash bir nishonga, o'xshash bir g'oyaga qarab ketayotgan va shuning uchun kurash qilayotgan organlar taraflar. Lekin yo'lda, uslubda, metodda farqlanadi. Masalan, Sharq Turkiston sürgünlü hükümeti mustaqillikdan iborat bu nishonini, o'zining bu siyosiy g'oyasini ochiq oshkora o'ttirib qo'ydi va xalqaro jamiyatlar bo'lsin, xalqarodagi davlatlar bo'lsin, xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, odatdagi xalq fuqarolar bo'lsin, Sharq Turkiston xalqininki g'oyasining birdan-bir nishonining mustaqil Sharq Turkiston ekanligi, ya'ni ayni zamonda qo'ldan ketgan milliy mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirishning bizningki siyosiy nishonimiz ekanligini aniq turib qo'yamiz. Dünya Uygur Kurultayı bo'lsa o'z taqdirini o'zi belgilashdan iborat shunday xalqaroliq bir huquqni asos qilib turib bu da'voni olib boradi. Yana bu ikkisining o'rtasidagi farqni qanday tushuniladi? O'z taqdirini o'zi belgilash bilan Sharq Turkiston mustaqilligi degan bu ikki nishon yoki ideya. Endi Sharq Turkiston mustaqilligi degan bu gapga menimcha shar'iy ketmaydi, shar'iy desakmi bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bu o'z taqdirini o'zi belgilash jihnasdan o'z ichiga oladi. Shuning ichida mustaqillik bor, milliy mustaqillik bor. Ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini o'z ichiga olgan asosda buning bilan birga yana boshqa siyasi gevdilerini siyasi hal qilish usullarini o'z ichiga oladi. Masalan, avtonomiya bo'lishi mumkin, federatsiya bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa odatdagi bir o'lka bo'lishi mumkin. Ya'ni mushani o'zini o'z ichiga oladi, o'z davlatini o'zi belgilash. Lekin mustaqillikni o'z ichiga oladi degan qarash bo'lganligi uchun va biz shunda qaraganligimiz uchun men odatda aytgandek g'oya bir nishon tutib degan yerim shu. Uning ustiga Dünya Uygur Kurultayı'nınki rehberleri mushu masalalarga aniq javob berish talab qilingan vaqtida yana Uygur xalqining g'oyasininki, eng oxirgi g'oyasining manzilining milliy mustaqillik ekanligini ularni so'zlaydi.
Rahmat. Yani Sharq Turkiston sürgün hükümeti müstakillik davasıdan başka bir davani kötürüp çıkanlar bilen yani birleşiş yoki ular bilen birlik hizmet kıldıgan iş emas, belki ular karşı çıkıdığan bir söz çıkıdı bu sizin bu sözlerden. Doğru mu? Eğer milli müstakillikten vazgeçken olsa, milli müstakillikten vazgeçken olsa, elbette o çağda bizimki bu teşkilatlar bilen, bu taraflar bilen alaq qilish, munosabat qilish yo'limiz uzun. Chunki bizninki birdan bir prinsipimiz, muqaddas prinsipimiz, voz kechishga bo'lmaydigan prinsipimiz, xalqimizning bizning zimmamizga yuklagan bir vazifamiz Sharqiy Turkistonning qayta mustaqilligi. Shunga bu prinsipdan voz kechgan har qanday taraflar bilan bizninki teşkili münasebetlerimiz ve bizimki özara hamkorlashimiz uzun. Rahmat. Qarindoshlarımızdan birisi yozibdi, bu hükümet bu hozir Sharq Turkiston sürgün hükümeti bo'lsa-mu, ammo aniq bir hükümeti bir yerda muqim bir hükümet bo'lmaganligi uchun undaq pasport, konsul va yoki Sharq Turkiston puli degandek narsalarni chiqarolmaydi deydi. Bundaq bir planınız var mı ya ki rast çıkaramamsızlar bundaq narsalarni? Ya planımız var, çıkarılı bulup çıkaralım elbette. Yani Sharq Turkiston puli, Sharq Turkiston pasporti, Sharq Turkiston konsuli qatorliqlar. Sharq Turkiston Cumhuriyeti pasporti besilish oldida tayyor bo'lib turibdi. Tayyor. Besilish oldida turibdi. Rahmat. Abay sözünün başında dediniz, bu aslında hükümet, Sharq Turkiston sürgün hükümeti degan söz aynı zamanda kurulgan 1933-44'lerde kurulgan Sharq Turkiston İslam Cumhuriyetlerininki yoki Cumhuriyetininki davamı bolup chet elde mangan bo'lsa taxmi to'g'ri bo'ladi dedingiz. Bu yerda bizning ota-bobolarimiz Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti degan ism bilan davlat qurdi tunji qitimda. İkinci qitimda bizning bilishimizcha va yoki men e'tiqod qiladigan bu fikrda Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan so'zda bizning ota-bobolarimiz aqllilik qilib bir siyosiy masala tufaylidan islom degan bu so'zni ilib o'tib Cumhuriyet deb atadi. Ammo buning manbai yana ham Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti edi degan bundaq bir fikrni o'qidim va yoqlayman. Hem de bu Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti sürgün hükümeti deb atalmaslıkta alaydı bir mesele var mı? Ya ki mundaqlı bir siyasi hareket tüpeyli, siyasi düşünce tüpeyli koygan isim mi? Elbette alaylı mesele yok. İslamiyet bizninki kimligimizninki en asasi uli. Milli kimlik. Şuna hem de biz Sharq Turkiston xalqi Müslüman xalq. Ama bizninki her qandaq hareketlerimiz, emeqlerimiz, elib beriyotgan faaliyetlerimiz siyasi olamdı ve başka şekillerde olamdı. Yanılan İslamiyetin ibaret ve İslamiyetin kımmetlerden sırtı olamdı. Bu emri bir real, bir hakikat. Lekin Sharq Turkiston Cumhuriyeti ve Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti yoki Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti hükümeti yoki Sharq Turkiston Cumhuriyeti hükümeti deb bundaq atilishlar faqatman ba'zi siyosiy taqozolar bilan va xalqaroninki va o'zimizningki ba'zi vaziyatlarga asosan qo'yilgan bir ism. Bu qandaqdir İslamiyetga bo'lgan bir pozitsiya va maydon masalasi. Xo'sh, rahmat. Yani bu yerda men yanılam qarindoshlarning inkoslaridan sizning shaxsiy hayotlarga nisbatan bir narsa so'rayman, chunki bu Uyg'ur xalqininki nihoyat qiziqayotgan, hatto buni ochiqlanmasligi tufaylidan ko'chalarda yiqib yurgan so'zlarninki birisi. Buningga aniq bir javob berilib kelsa ham yaxshi deb o'ylayman. Bu Siliningki dini e'tiqodlar masalasi to'g'risida nurg'un qarin, masalan, ba'zilar yozdi, Xristian deb o'ylaymiz dedi, ba'zilar qaysi dinga e'tiqod qildi deb deganda bo'ldi. Ya'ni siliningki dini e'tiqodlari to'g'risida anglab boqaylik. Chunki bu bir isbot, ya'ni biz so'zga ishonadigan, shunga amal qiladigan kishilar bu
Boğulluqmiz. Albatta. Sizning Mana og'zingizdan men o'zidan anglasak. mana hozir sizning oldingizda o'tiribman va shundaqla barliq Sharq Turkistonlik ko'rarmanlarning oldida o'tiribman va shundaqla Sharq Turkistonlik bo'lmagan bizning da'voyimizga qiziqayotgan va mushu programmani ko'rayotgan musulmon qarindoshlarning oldida o'tiribman. Men mushu fursatdan foydalanib, ya'ni mushni fursat etib, mushu munosabatda men o'zimniki boshqalarning shundaq har xil o'ylashlarga bo'lgan keskin javobni kerak. Men Ahmadjon Osmon oldinglarda o'tirgan bu kishi elhamdülillah musulmon. Maşallah. Mening dadam, mening opam musulmon kishilar va men mushu musulmon oilada tug'ilgan va mening kichigimdan tortib bana singen terbiye İslamiyet terbiyesi ve benim kiçigimden tartib öz qanimda, vücudumda ahtimda yutib kelgan, elib kelgan qimmat qarashlarimning asosiy uli yine İslamiyetdan iborat islom qimmat qarashlari. Shunga men balkim ba'zi İslamiyetdagi farzlarni ado qilmagan bo'lsammi ve bunun mümkün ada kılışıp tırışımın inşallah ada kılışımı olayman. Lekin şunda boğsam mı? Lekin ben imanımda Allah'ın birliğine, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçiliğini işindiğen, Allah'ın barlıq peygamberlerine, barlıq kitaplara işindiğen, iman keltirdiğen bir Müslüman. Elhamdülillah. Ben bunu aldığımlarda Allah razı olsun. Çünkü aslında bu so'rashga tegishli savollar emas. Bu biz musulmon deb bilamiz, shaxsan men bilaman, ammo sirtlarda yiqib yurgan so'zlarga albatta sizlardek bir hukumatningki boshlig'i bo'langlar, mayli bir tashkilotning boshlig'i bo'lsin, davomli ochiqlama berib turishi pek muhim bir masala. Onun uchun men bilsam boshqalar anglasin deb men buni so'rashga majbur bo'ldim. Shuning uchun shaxsiyatlar tufaylidan hargiz xato tushunish yoki yo'q, emas, men xato tushunmayman. Albatta men hozir bo'libmi, masalan, Sharq Turkiston Cumhuriyeti prezidenti, raisi degan mushu salohiyat bilan o'zimda yana Sharq Turkiston xalqininki va Sharq Turkiston davlatining egilik huquqini, egilik huquqiga simvol qilgan mushu sharoitning, mushu vaqtning o'zida, mushu lahzaning o'zida yana men Sharq Turkiston xalqininki diniy e'tiqodiga vakillik qilishim kerak va simvol bo'lishim kerak. Shunga men o'zimning xalqiga o'xshash bir musulmon kishiman. Allah razı olsun. Xo'sh, qarindishimiz inkosda yozibdi, deydi, Ahmadjon Osmon apandim pasaport va konsul degandek narsalarni qurimiz chiqirimiz deydi. Bu pasaport reallik uyg'un kelmaydi. Kimlik o'zi qanday bo'ldiki, reallik uyg'un kelmaydi dedi. Buni qanday qaraysiz? Masalan, Sharq Turkiston sürgün hukumatining pasporti bo'lsa, reallik uyg'un kelamdi bu. Endi bu so'rg'uchininki reallik degan so'zni menda tushunishga to'g'ri keladi-da. Endi reallik deganida amaliyat demakchi bu hisobda. Amaliyat demakchi bo'lsa, hozir endi bizningki nurg'un masalalarimiz reallikka uyg'un kelmaydi, amaliyatda emas. Buni qanday qilamiz bunga? Shunga Sharq Turkiston sürgün hukumati agar pasport chiqarib, pasport taqatsa, bu yanalam indeyimiz simvol xarakterlik bir ekan. Shunga bu reallikka uyg'un kelmaydi, amaliyat emas desa, balki shundaq bu. Lekin simvol 100 yil elbette vaqtida nihoyatda muhim ve naiti emeli ve naiti real bir mesele. Şuna hatta Sharq Turkiston sürgün hükümetinin özümü ameliyat uygun kelmeydiğen real narsa emas. Eğer şu kişimiz o'ylaganda o'ylasa. Lekin bu hükümetinin mevcut turuşu zürür emasmi? Naiti zürür. Çünkü bu Sharq Turkistonning egilik huquqining simvoli bo'ldi. Şuna bu hükümet mushu simvollik xarakterini saqlab turishi, davom qilishi kerak. Mushu orqali Sharq Turkiston xalqining orzu umidlari, siyosiy g'oyasi, egilik huquqi zamonimizniki va Sharq Turkiston xalqimizning milliy kimligi mushu orqali ifodalandi va saqlanib keladi. Demak, bu bir reallik, bu bir amaliyat.
Rahmet. Biz söhbetni başlaplam nəhayət ciddi bir siyasi temaga kirib ketdik. Aslında sizinki kasb ve sizinki o'qishdan chiqqan masalalardan boshlagan bo'lsak intayin yaxshi bo'ladi. Ham o'zimizmi biroz siyosiy masalalar bizni haqiqatan bugungi kunda biroz stressga, biroz charchashga ilib birdigan bir masala bo'lib qoldi. Chunki bugungi dunyoda eng qiyin bir millatmiz. Ya'ni dunyoda hech kim, hech qanday millat uchqab boqmagan bir siyosiy bisim, diniy bisim, milliy bisim, bütün yani insanlık hatta insan bo'lib turishimizga yo'l qo'ya olmayotgan bir zamonda uning uchun nihoyatda nurg'un masalalarda, fikrlarda albatta biroz qattiq fikrlar, qattiq savollar o'tirg'i tushib buni so'zlashga majbur bo'lib qolamiz. Men biroz kayfiyatni tangshaydigan bir masalani o'tirib qo'ysam deyman. Bu sizningki Suriyadagi vaqtida men davomli anglab turdim. Aynı zamanda Erkin Asiya radiosida xizmat qilgan avvallarni bilmay qanchalik to'g'ri uni sizning og'izlardan anglaymiz. Ya'ni bu she'riyat meningki o'zim shaxsan qiziqqan bir maslak narsa. Bu jihat sizlar boya bek ilgirlagan bir kishi. Bu she'riyat to'g'risida biroz qisqacha paranglatsak, bunga kirsak, bu she'riyatni qachondan boshlagan? Qanday yozishga boshlagan va keyingi zamonlardagi bu gunga şiir metodi janrini qaysi şekilde ilip bağlı bu to'g'risida biroz anglab boqing. Men kishigimdan she'rga bo'lib jumladan adabiyotga qiziqqan bir bola edim. Men o'zimninki she'rlarini yozishga boshlagan vaqtida 12 yosh 13 yosh vaqtlarim. Hem ben özüm şu vaxtlarda bala bo'lganligim uchun meniki yozganlarimmo shu balalar adabiyoti janriga turga kirib ekan. Chunki o'zimni ifodalagan ekan, shu o'zimni bir bala bo'lgan ekan. Shuni adabiyotimmo, yozganlarimmo balalar adabiyoti tayyor ekan. Shuni bilan men shu balalar adabiyoti sohasida ko'rishga boshlagan dastlabki vaqtlarimda ham she'rlarimmo shunday boshlangan. 13 yaş vaqtlarımda meniki she'rlarim e'lon qilinishga boshlagan. Yani Ürümçi radyosida, dastlabki radioda o'qilgan balalar programmasida. Ondan keyin balalar gazeti, o'smirlar gazeti, ondan keyin Tarix jurnallashidan gazeti degan atalmish edi. Shundaq gazet jurnallarda e'lon qilinib keldi. 1982 yılı ben Suriye'ye o'qishga chiqqandan keyin, ondan burun endi bizniki Uyg'ur tilida dünya she'riyati bilan tanishish fursatlarimiz yo'qdi, chunki dünya she'riyati asosan Uyg'ur tilida tarjima qilinmagan. Uning ustiga menmo hatto Xitoy tilidami dünya she'riyati bilan dünya adabi bilan tanishish mumkin emasdi, chunki Xitoy tilida tarjima qilinmagan vaqtlarda umumiy. Şuna vaqtlarda ben Suriye'ye o'qishga chiqqandan keyin arab tilini qatiqlanib o'rganib, taxminan 2 yilga qolmay men shu dünya she'riyatini, arab klassik she'riyati, arab hozirgi zamon she'riyati, yeni she'riyati va dünya falsafasi hamma shu men ko'rib o'rganishga tegishli bo'lgan dünya madaniyat buloqlari, manbalarini asasen görüp çıkışga kirishdim ve bunun için men biz turib hatta şunu eskertib o'tay, endi men bir qatimliq ta'tilda 3 aylık ta'til bizniki 3 aylık ta'tilda erteden kechgacha kitob o'qib, ya'ni 6 soatda uxlab 1-2 saatlik tamaq bilan mashg'ul bo'lsam, qolgan masalan 16 saatlik vaqtlarimni o'qish bilan, kitob o'qish bilan o'tkazgan. 3 oy, 4 oy vaqtim. Chunki biz o'qimasam, biz ko'rmasam bo'lmaydiganligini o'zim his qilganligim uchun shunday qat'iyanib tirishib o'qib dunyo she'riyati bilan, arab she'riyati bilan tanishib chiqdim. Ve bu she'riyatning falsafaviy orqa ko'rinishlari bilan tanishib chiqdim. Shu asosda anladim. Ben yana o'zimning ijodiyatini yeni şekilde özüm ana qilgan, özüm tushungan, özüm mushundaq
bo'lishi kerak deb o'ylagan shaklda davomlashtirishga boshladim, yozishga boshladim, ijodiyatni shunday boshladim. Bu vaqtlar 1985-86ga bordim. 1986-yili men vatanga ziyoratga bordim ta'tilda va shu vaqtida Tangritog' jurnalining sinoq soni, ya'ni 0-soni nashr qilindi va bu sonda mening bir turkum yangicha qo'shiqlarning ichidan boshqalar shunday qari deb atadi she'rlarim e'lon qilindi. Mushu she'rlar hozirgi Uyg'ur yangi she'riyati yoki Gunga she'riyatininki boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Yani 1986-yili Tangritog' jurnalining 0-sonida sinoq soni e'lon qilingan she'rlar. Yani bunday şirketler vaqtida Uyg'ur yangi she'riyatininki atalmış Gunga she'riyatininki başlangıçlarından biri bo'lib qoldim. Xo'sh. Buni biroz qisqa shaklda nim qilaylik. Chunki bo'ldi. Endi meniki asosli falsafa nima bu yerda desalar, Uyg'ur she'riyatida erkinlik irodasi bilan o'zini izlash xohishidan iborat mushu ikki qimmat meni so'rab kirdi bu yangi she'riyatga va mushu ikki qimmat orqali men bu yangi she'riyat sohasida harakat qildim desam bo'ladi. Ya'ni erkinlik irodasi bilan o'zini izlash xohishi. She'riyat to'plami bormi hozir? Yoki albatta meniki vatanda e'lon qilingan, men chiqishdan burun va chiqqan mezgilda e'lon qilingan ikki she'rlar to'plami bor Uyg'ur tilida. Birisi Uyg'ur qizi lirikasi degan to'plam, yana biri ruh fasli degan to'plam. Bundan keyin Suriyada, Livanda, Arab dunyosida e'lon qilingan mening 6 parcha she'rlar to'plamim bor. Shunda bo'lganda meniki e'lon qilingan she'rlar to'plamim 8 parcha. Keyin albatta Tallan Ahmetcan Osman Tallan'ın she'rlari deb ey Uyg'ur diyori Iroq surgungah degan, tang Iroq surgungah degan mavzuda Amerikada nashr qilindi. Ve Yaponiyada ikki kitobim, biri ey Uyg'ur tuprog'i degan mavzuda, yana birisi Uyg'ur shoiri Ahmetcan Osman she'rlari to'plami, Tallan'ın she'rlari to'plami degan mavzuda kitap nashr qilindi. Mushu meniki e'lon qilingan kitoblarim. Faqat arabcha yozilgan to'plamning o'zida 6 parchami? Shunda 6 parcha. Bu arab dunyosidagi arabcha yozilgan she'rlarningki qarshi ilinish masalasida ko'p to'xtalmasaqmi, buningda bir mukofot, bir arab dunyosining sizga qanday qaradi, ya'ni bu chunki az bir narsa emas, chunki boshqa bir millatdan, bir Uyg'urning ichidan chiqib arabcha she'r to'plamidan 6 parcha chiqarishi bu kichik bir ish emas va boshqa dunyodagi insonlarning diqqatini qo'zg'ish kerak. Bu qanday qaraldi sizlarga bu jihatda? Suriyaninki bir universitetninki professori, hem o'zi donliq adabiy obzorchi, bir kitap nashr qildi. Bu kitobi Arab ikkinchi modernizmi degan mavzuda va yana bir kichik mavzusida bunda tarjima Uyg'urchaga, ya'ni aniq sirliq yo'llar, sirliq musofalar degan mavzu. Qisqacha nima deymiz, qo'shimcha mavzu. Bu kitobida Arab she'riyatining ikkinchi modernizmi degan ko'z qarashni o'tirib qo'yish orqali 1940-yillarda Arab modernizm, birinchi modernizm harakati boshlangan va she'riyati barliqqa kelgan bo'lsa, 1990-yillar 2000-yillarning 5-chi bo'lgan aralıqda Arab she'riyatida ikkinchi modernizm harakati yuz berdi va bu ikkinchi modernizm Arab she'riyatining ikkinchi modernizm harakatiningki
vakilleri de 5 Arap şairini oturup koydu. Şu 5 Arap şairi, özüme Arap şairi depti, çünkü ben Arap yazganlığım için. Şu 5 Arap şairinin içinde ben şuanın biri. Ama aslında Uygur. Ne için? Elbette beni Uygur deydi, lekin ulanın digini de ben Arap yazganlığım için yenilen Arap şiiriydi ve Arap modernizmindeki bir şairiydi paragan. Ne için ben bu sualını sorayım ya ki bu cihette teximo Arapçıga to'xtalma degan vaqtida Arab dunyosi bu 90-yillardan keyin biroz yemirilishga boshlagan bo'lsa-mu, bugungi kunda hali berbat bir shaklda turibdi. Ummatninki 3dan 2 qismini o'z ichiga oladigan bir ummatning nupusi arablar. Buningdan keyin inshaalloh Alloh bir nusratni bersa, arablar bilanmi ijtimoiy va siyosiy jihatdan nurg'un xizmatlarimiz bo'ladi albatta. Uning uchun bu jihatlarda qandaq bir xizmat bog'lanishlik bo'ladi deb men bu jihatni nim qildim. Chunki ba'zi qarindoshlar so'rabdi, she'rning gapini keyin qilsak deb. Bu faqat she'r masalasi islom deyilgan bir masala emas. Aslında she'r bir millatni o'zgartiradigan misralarim bo'lgan. Hatto bu da yaqinqi Hindistonninki prezidentimiz bizningki yozgan she'rlarimizni parlamentlarda cho'ng yerlarda o'qidi masalan. She'rning kuchi oz bir narsa emas, ammo bugungi kunda bizning dardimiz she'r emas, balki she'rning ichidagi uyg'otish iddiasi bo'ldi. Hozir Ahmadjon Osmon apandim deb o'tib ketganga o'xshash erkinlik, uyg'onish degan masalalarda. Albatta buningdan keyin yana bu to'g'risida so'zimizni davom qilaylik. Xo'sh, men avval shu qarindoshlarningki nimalariga inkaslariga qaravatime ve o'zimning savollarni keyinga qo'yib qo'yatime. Hozir qilayotgan xizmatni biz ko'rmayapmiz, qandaq bir xizmatlar bo'layotdi deydi Sharq Turkiston surgun hukumatiningki hozir xizmatlardan biroz qarindoshlarga doklad bergan bo'lsa. Bu yaxshi bir savol. Yani şuna ben biraz tafsirleyerek hem türlerge bölüp bir depte yığınçaklap olsun. Hoş. Birinciden bizninki Sharq Turkiston surgun hukumatiningki hozirgi diqqat qilayotgan masalalarimizdan biri mushu yaqinqi 20 yil mobaynida vatan sirtida ilib berilayotgan davoyimizninki natijasi tugillendi desek ve şundaqla muş ilib berilayotgan davoyimizda xalqaraga ve başka milletlerge, başka devletlerdeki xalqlarga bizning davoyimizniki qandaq bildiraylik degan masalada bazı uyulmuşlar var. Mesela ben hozir kesib ayta olmayman. Ben qandaqdir başka bir tashkilotlarimizni qaramoqchi yoki bo'lmasa ularga qarshi qilmoqchi emasman, lekin xalqarada bizning davoyimizniki bir Uyg'urdan iborat bir millatninki, belki o Jungodagi bir asonliq millat bo'lishi mumkin. Shundaq bir millatninki kishilik huquq davosi shaklidagi shundaq bir xarakter bilan xarakterlanib qoldi davomiz. Ya'ni xalqaro jamiyatning, xalqarodagi tashkilotlarning va hukumatlarning va xalqlarning nazarida men hozir istab o'tgandek shundaq bir kamchilik bor. Davoyimizning xarakteri munosabati masalasi. Shunga Sharq Turkiston surgun hukumatiningki asosiy vazifalarining biri hozir bizning davoyimizning xarakterini nihoyat ro'shan, aniq holda tunutish, xalqaro jamiyatga tunutish. Bu davoninki qandaqdir başka mesele emas, faqat ve faqat Sharqiy Turkistonning egilik huquq masalasi ekanligi, Sharqiy Turkistonning milliy mustaqillik masalasi ekanligi, zimin masalasi ekanligidan iborat mushundaq xarakterni, mushundaq yorqin, aniq xarakterni xalqaro jamiyatda qaytadan bir tunishtirish. Bundan başka yana bu xarakterni mushu 20 yil, 25 yil mobaynida elib berilayotgan davoyimiz asosida bizning o'zimizning xalqimizdimi shundaq bir xil davoyimizning xarakteri masalasida bir xil nima deymiz, qiyish, chatnash, boshqacha tushunishdak shundaq ahvollarni yuzaga bergan. Shunga o'zimizning xalqidimi shundaq bir ideologiyalik oqartish
siyasi qatış meselesini etkileşimiz gerek. Bu hem de hükümetin en asaslı birinci vazifelerinden biri. Hazır kıvatkan. Hazır şunu kıvatkanız. İkinciden muşu asasda Şarkı Türkistan sürgünlüğü hükümeti bir hükümet bunu sıktı bilen vatan sırtında faaliyet edip verivatkan barlık Uygur ve Şarkı Türkistan teşkilatlarını amal bolsa bir yerge bir küllükünün astığı toplaş. Yani bir asasi ideya, yani Şarkı Türkistan müstakillığından ibaret bu ideya prensipinin asası da aslında bu teşkilatların elini toplap ekilip halkarada bulup mu vatan işi de kılanmayız bu. Vatan sırtında sürgündeki Şarkı Türkistan parlamentini bekler. Hem de bu parlament elbette bu Şarkı Türkistan halkının parlamenti. Şuna bu parlamentta vatan sırtında faaliyet edip verilen her kandak grup, teşkilat, partiyalar kiriş hakkı var ve salayet düşüdür. Muşu parlamentini hasıl kısak, muşu parlament emelge açsam, muşu parlament arkalık vatan sırtındaki davayımızınki birliğini, ünlüğünü, ittifaklığı, hemkarlığını emelge aşıralayımız. Şu arkalıklı yine Şarkı Türkistan'ın hükümeti, meyli onu biz yine kaydedin sürgün hükümette pataylı veya ki hayatlık vakıf hükümeti de pataylı, Şarkı Türkistan hükümeti muşu parlamentin teşkiline çıksa. Şu vakitte anlatın bizim davayımızın birliği, müstehkemliği, ideolojiya cihetten, siyasi cihetten ve prensip cihetten mukumluğu, şundakla her kandak teşkilatlar özünün ayrım alaylığı bilen çıksımı yanıla bir niyet, bir maksette, bir milli kimlik ve bir milli nişanda hareket kılalaydıgan şundaq bir halga kelsek, o çağda bizim vatan sırtındaki faaliyetlerimiz, hareketlerimiz, davayımızdaki hakikat birliği olga kelse, emelde assa bunu bilen Xitayga beradigan tunji cevabımız ve tunji karşılığımız hesaplanır. Bunun da rahmet. Qarindaşlar biraz inkaslarını köp yazıp oturdu. Zaten biz şiir meselesini to'xtatdik. Şiirini to'xtatgan bo'lsanglar bo'lmasa telefonni o'chirib uxlaymiz deganlar bo'libdi. Va hammanglar chiqib ketimiz deb namoyish qilib o'tirdi. Hozir chunki programmamizni ko'rayotganlarni aytdi ko'p. Men buningdan bu so'zlardan intayin qo'shildim. Demakki xalqimiz ochiqlanishni o'rganibdi. Tanqidiy fikr berishni o'rganibdi. Xalqimiz burun g'iybatni jiqqi amin demayli, ammo keyindan yoziladigan, ismsiz yoziladigan, ismsiz tillaydigan narsalarni muhojirlarning ichidan bir qismlarda bor edi. Shuning uchun ekranға telefon nomerimizni yozib qo'ydik, ammo bugungacha shu har bir programmada yo bir odam chiqadi telefon qiladigan yoki odam chiqmaydi. Demak, inshaalloh bu telefon qilishni o'rgansa, Ahmedjon Osmon apandimga bo'lsin, Do'lqin Iso apandimga bo'lsin, Robiya xonimga bo'lsin, mayli boshqa Seyitun Turk apandimga bo'lsin, kimga bo'lsa ovozi bilan tanqid bera oladigan yoki taklif bera oladigan, fikr bera oladigan yoki menga bo'lsin, mushundaq qilamiz deb telefon nomerini chiqarib qo'ydik inshaalloh qarindoshlar. Shuning uchun qanday fikringiz bo'lsa, telefon ochiq, naq maydonga telefon qilsanglar inshaalloh har zaman bu telefon orqali sizlar bilan biz yuz ko'rishimiz Alloh xolisa. Xo'sh. Qarindoshlar, Do'lqin Iso apandimmi birazdan oldida bu nimani izladi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi programmamizda bor. Aslında billa ilib chiqish planimiz bo'lgan, ammo nihoyat jiddiy bir xizmatning ustida bo'lganligi uchun programmaga qaytilish fursati bu qitim bo'lmadi. Alloh xolisa keyingi kunlarda yana ep chiqamiz Alloh xolisa. Menga bir telefon keldi. Telefonni olay, undan keyin suhbatning oyog'ini davomlashtiraylik. Assalomu alaykum, so'zlasangiz bo'ldi. Fikir, teklif, savollarınız bo'lsa, aniq o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. So'zlang vaqtni so'rang vaqtni ching tuting, so'rang, hemen so'rang.
Abdug'ani Sabit efendim, siz so'zlasangiz bo'ldi. Qarindishimiz vaqt isrofchilik bilan uni besib etdim. Siz so'zlang. Yana bir qitimda qarindishimizning savolini anglaylik. Qarindoshlar, savolni so'rayapti daralda. So'zlang da'vatimiz, so'rang da'vatimiz, ammo so'raymi, aytimi, yaqinmi deb. Biz yana bir qitim sinab baqay. Qarindishim, so'zlasangiz bo'ldi. So'zlang. Üzülüp ketdi. So'zlang. Ovozim kelyotganda. So'zlasangiz bo'ldi. Ha, so'zladim hozir. Ya'ni sürgünlük hükümetniki Ahmetcan Osman chiqdi hozir. So'zlar Ahmetcan efendi. Xo'sh. Siz maqsadni, fikringizni so'zlang. Bu şu Uygurlarninki 1945-yildagi Churchill şu vaqtda berib o'tganmi bizni Xitoyga. Mush to'g'ri sürgünlük hükümet bo'lgandan keyin mush bizga deb bersa. Qachon qaysi kelishimlar bilan biz Uygurlar Xitoyga berib o'tgan. Bo'ladi, rahmat. Allah razı olsun. Ahmetcan Osman efendim, anlay aldınız belki sualını. 1945-yili Churchill Sharq Turkistonni Xitoyga berib o'tganmi deydi. Bu to'g'risida qarindishimizningki ehtiyojiga bir javob berildi. Endi hech qanday bir davlat, hech qanday bir xalq Sharq Turkistondagi bir davlatni yeni bir davlatga berib o'tolmaydi. Bu mumkin emas. Lekin endi yaltijig'inida albatta Sharq Turkistondagi taqdiriga munosabatli ba'zi masalalar o'tirib qo'yilib, muzokara qilinib qaror qilinganligi rost. Lekin buning bilan endi Churchill yoki Angliyadagi davlatlarniki Sharq Turkistonni sevilatdi yoki Sharq Turkistonning taqdirini boshqa qilyapti deyishmi ancha to'g'ri. Yani bunun da tarixini emmeyle çok doğru okuşumuz gerek deb o'ylayman. Bu jihatlarda tadqiq qilish lozim deb bilaman. Yani sualning o'ziga ham nayt bevositlam javob bergan bo'ldilar. Xo'sh, qarindoshlarning savollaridan birisi debto Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetining Yaponiya qatorliq ba'zi davlatlar orqali Xitoyga ma'lum jihatdan besim qilib, xalqimizning hozirgi qash bilan kirib orasida qolgan mavjudligini saqlab qolish uchun kuch chiqargudek plan va yaqinchilik projelar bormi deydi. Yani başka devletler arasında. Bu cihatte hükümet neymiş kılıp diye. Elbette hazırlıktagicha hükümet kurulup da hazırlıktagicha ve bunun kim o yine bir mesele davamlışı mümkün. Xalqarada hech qanday bir davlat, hech qanday bir hükümet Sharq Turkiston sürgünlük hükümetini e'tirof qila oladigan o'rinda emas. Çünkü bu davlatlarning hammasi Xitoyga o'xshash Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar va Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki qonun, nizomlarga, qonunlarga hurmat qilishi, prinsiplarga hurmat qilishi, amal qilish kerak. Bütün Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki hükümetler, devletler, başka bir devletlerindeki hükümetlerindeki işlerine arlaşmasılık, zemin bütünlüğünü hürmet kılıştıktan ibaret muşundak kayıt, prensip, tüzümleri riayet kılıp, emel kılıp, hürmet kılıp. Lekin, şunun için Sharq Turkiston sürgün hükümetini etraf kılanmaydı, ya olmasa yardım kılanmaydı. Neyim için? Çünkü Xitoy aşındak teşvik kılıp, aşındak gösterken, yani Sharq Turkiston'ni ayrım bir devlet, besililgan devlet, besililgan zemin şekilde demez, Cumhur'un bir partisi. Uygurlarning, Cumhur milletlerinin bir terkibi kısmı şekilde xalqaraga şundak nutkan, şundak qarab tuzgan bo'lganligi uchun, tushundirgan bo'lganligi uchun boshqa devletler Sharq Turkistonning Cumhur'un bir partisi deb tunib Uygurlarni Cumhur milletlerinin bir terkibi kısmı. Mana mushu xatolik sababidan, mushu xatolik sababdan dunyodagi davlatlar, hukumatlar Sharq Turkiston sürgün hükümetini e'tirof qilinmaydi. Endi
Bizninki elib berdigan xizmatlarimiz asosan xalqlari bilan bir qanday ve ommaviy tashkilotlari shundaqla hatto imkoniyat bo'lsa shu davlatdagi siyosiy tashkilotlar partiyalar orqali bizning elib boradigan xizmatlarimiz oldi bilan davoyimizni meselemizin xarakterini şu davlatlardagi xalqlarga tushuntirish. Yani bizniki qandaqdir Xitoy bildirgandek Şarkı Türkistan Xitoyning bir partisi Uyg'urlar Cumhuriyeti qismi emas. Biz o'zimizga yarasha bir millat, bir mustaqil davlat edik. Lekin 1759-yili Çin sulolasi armiyasining tajovuziga uchragandan tortib hozirgacha 250 yil yoki biz Xitoyning mustamlikasi bo'lib kelyapmiz. Lekin bizningki özümüzün devletini qayta qurup chiqadigan, özümüzün ziminiga bo'lgan egilik huquqimizni qayta ishlaydigan haq huquqimiz bor, haqqoniy bu davoyimizni qilyapmiz deb shu xalqlarga shuni tushuntirishimiz kerak. Ham tushuntiryapmiz. Shu xalqlarning istiqomatida va shundaqla xalqlar bilan birga boshqa ommaviy tashkilotlarni va siyosiy partiyalarni istiqomatida anandan keyin her qanday bir demokratik davlatda Mümkün bilimiz hükümetleri en ahırda yine halkın saylını bilen oldu. Yani bundan bir demokratik devletlerde hakimiyet halkın hakimiyeti. Şuna biz davamı obdan düşündürüp her bir devlet halklarga obdan etmemizse en ahırda şu devletin hakimiyeti hükümeti mu özümüzün avazını Şarkı Türkistan sürgün hükümeti keyingi kunlarda askar qabul qilamdi deydi qarindoshlarning suolining maqsadi shu ekan. Endi albatta bizningki tinchlik yo'l bilan elib berayotgan ideologiya, siyosiy masalalar bilan yo'llar bilan elib berayotgan kurashlarimizdan boshqa albatta Sharq Turkiston xalqininki Xitoy tajovuzlariga qarshi turishda hech qanday vosita tanlamaydigan haqqimi bor. Nima uchun degan vaqtida Sharq Turkiston Xitoy tajovuz tarafidan besilingan hozir, masalan, hozirgi mush kunlarda harbiy ishg'oliyat rayoniga aylantirilgan bir zamin. Ham Xitoy hokimiyati tajovuzchilari bizni kuch bilan besyapti. Kuch bilan boshqiryapti bizning xalqimizni va bizningki milliy va madaniy kimliklarimizni kuch orqali kuch ishlatish bilan davlat terrorizm bilan yo'qotyapti. Bunday ahvol ostida bu kuch qarshi bizning kuch bilan qarshilik ko'rsatish haqqimiz bor. Bu bizning haqqoniy kurashimiz. Lekin biz vatan sirtida yashayotgan xalq kishilar sifatida va masalan shaxsan men Ahmadjon Osman Kanadada yashayapman. Shunga ham Kanada fuqarosi şuna bizning o'zimiz turayotgan davlatlarningki qoida qonunlari nima deymiz ya'ni urf odatlar davlatlarningki qonuniga xilof chiqarmaymiz. Shunga masalan kelinglar deb Kanadada men bir necha odamlarni Uyg'urlarni to'plab kelibman milliy mustaqillik ko'rish uchun biz qurollanib harakat etaylik deb bu yerda qurol ko'tarsak albatta Kanadaning qonuniga xilof harakat qilamiz. Lekin bu deganlik qurol bilan bo'lmaydi deganlik emas, qurol ko'tarsak bo'lmaydi degan yaqinlarda ta'riflab o'tgandek har qanday vosita bo'ladi qarshi milliy qarshiligimizda chunki Xitoymi bizni qurol tanlayotdi, bizni qurol bilan boshlaydi. Lekin buni bir xil shakllarda, ya'ni bir xil shakllarda degan vaqtimda vatan ishida, ya'ni o'zimizningki vatanimizning chegarasining ichida biz Xitoy tajovuzchilariga beshimizga, jinimizga qurol ko'tarib kelayotgan mustamlik tajovuzchilarga bizmi agar imkoniyatimiz bo'lsa qurol ko'tarib qarshi turish haqqimiz bor. Lekin bu haq faqat bizningki Sharq Turkiston territoriyasi ichida bo'ladi bu haqqimiz. Sharq Turkistonning chegarasining ichida bo'ladi bu haqqimiz. Lekin uning sirtiga chiqib ketgan vaqtida boshqa davlatlarning qonuniga xilof ishlab qoladi va yani bu haqqoniy davoyimiz boshqa bir qonunlarning chekinishi tushadi. Rahmat. Birazdan oldida bu
Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki ideya, nişan meselesinde müstakillik dava kıldıgan bir teşkilat ekanligi ve bu davada mаңыдыган insanlar bilen birlikte iş ilip bardıganlığımız doğrusunda sözlep ötken boldunuz. Qarindoshlar yazıptı İlham To'xti meselesinde men ötken qitim Facebook'ta onu ko'rgandim, yani İlham To'xtini xoyinga chiqarib etdi degandek so'zlarning bo'lganligi. Ama hozir bir qarindishimiz shuna deb yozibdi. Xoyinga chiqardingizmi, chiqarmadingizmi, u meningki esimde yok ama mushundaq ish bo'ldimi, nima uchun agar chiqarilgan bo'lsa, nima uchun xoyin deyiladi? Chunki İlham To'xti masalasida Germaniyada buning maxsus tashkilot qurilib xalqaroda xizmat qilayotgan shaxslar bor. Bu shaxslar İlham To'xti gruppasi nomida xizmat qilyotdi. Bu jihatda bir ochiqlik berib qo'yaylikki, xato tushunishlar bo'lmasin yoki sizningki u fikrda cho'ng turadigan bir irodangiz bormi? Buni o'zingizning og'zingizdan anglab qo'yaylik. Xo'sh. Birinchidan men mayli Sharq Turkiston sürgün hükümetining, Sharq Turkiston Cumhuriyetining prezidenti bo'lishimdan qat'iy nazar, men yanalam adliya tarafi emas, organi emas. Sharq Turkistonning bir adliya tarafi organini vakillik qilaman. İkinciden her qanday bir Sharq Turkistonlikninki milliy qahramon ya bo'lmasa milliy munofiq xoinlarga baho beradigan yer emas. Undaq salohiyatmi, undaq o'rinmi, huquqmi yo'qmi? Endi mening u yozmamda İlham To'xtining ismi eskartilgan bo'lsa, u bir xil İlham To'xtiga berilgan baho shaklida emas. Men o'tirib qo'ygan prinsiplarninki bir logikalik, mantiqlik yakuni sifatida kelib chiqqan bir gap. Shunga bu ikkini aniq ayirishimiz to'g'ri keladi. Men shuni umid qilaman ko'rarmanlardan, mushu masala haqida o'ylagan qarindoshlarimizdan mushu ikki tarixni yaxshi aniqlashini umid qilaman. Endi mening bu yerda eng asosiy demoqchi bo'lgan masalam İlham To'xti emas, ham İlham To'xtining ismi emas. Fakat vatan ichida bo'lamdi, vatan sirtida bo'lamdi. Sharqiy Turkistonning Xitoyning bir zimini shaklini e'tirof qilgan asosda, ya'ni Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir partisi deb e'tirof qilgan asosda va shundaqla Xitoyning Sharqiy Turkistondagi mustamlikachi hokimiyatini e'tirof qilgan asosda elib berilgan har qanday harakatninki eng oxirida milliy sotqinlik, vatanga bo'lgan sotqinlikdan boshqa narsa emasligini ta'kid etgan. Menimcha buningda hozirgi men bu qarashni buningda balkim ko'rmanlarmi hozir o'ylab baqsa bo'ldi, bu menimcha prinsip jihatdan xato bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki prinsip jihatdan to'g'ri. Prinsip siz vatanda bo'lgan bo'lsangiz, vatanning o'zida bo'lgan bo'lsangiz İlham To'xtidek xizmat qilamdingiz yoki yana shu mustaqillik da'vosi ilib boramdingiz? Buni qaytib men sizdan so'ray o'z yo'limda. Men nima uchun hozir vatanda emas Kanadada turibman? Men nima uchun 94-yili vatandan ayrilib chiqib ketishga majbur bo'ldim? Ham men uni mendan yaxshiroq siz bilasiz. Albatta men so'rash shakli bilan javob beryapman-da hozir. Men 1982 yildan boshlab vatanda tashkilot qurib siyosiy milliy harakatni boshlagan odamman. U chog'da mening yoshim 18 yosh. Shu vaqtdan boshlab ta hozirgacha men vatan ishida bo'lay, vatan sirtida bo'lay, Sharqiy Turkistonning Xitoyning bir partisi ekanligini e'tirof qilmadim. Shundaqla Xitoyning Sharqiy Turkistondagi mustamlikachi hokimiyatini e'tirof qilgan shaklda bir ommaviy harakat bo'lmadim. Ommaviy harakat degan vaqtimda men shaxsiylarni buning ichiga kirgizmayman. Chunki men harakat dedim, harakat bir milliy harakat.
Muşunda asasda ben kılmadım. Hem vatan içinde benim nurgun dostlarım baktı. Mesela bu dostlarım ben sizlerle esker tutalıyım. En adlisi İsa Efendim deydiğim bizim bir dostumuz var. Eğer dostumuz Dolkun hazır şu söhbetini anlatkan olsa Dolkun onu salam bergeç Dolkun'u onu esirtip koyman hem Dolkun'u yaxşı bilirdi hem Dolkun'u bana tanış bulgan İsa Efendim'ni. Mesela İsa Efendim hazır çarek esir olup kaldı, türümü yaşadı. Emeliyette aynı vaxtda İsa Efendim'le vatanınki Şarkı Türkistan'ın müstakillığını asas kılan prensip kılan asasda bir partiya kurup hareket kılıp ahırda tutkun kılınıp türümü yaşandı. Demek bizim aşında dostlarımız hem özümüz mü var? Özümüz var. Hatta Dolkun İsa'nın özü mü var bana? Dolkun İsa mı 94 yılı vatandan çıkıp geçkin mecbur olup vatandan kaçıp çıkıp ketken. Emeliyette Dolkun İsa'lar mı vatan içinde Şarkı Türkistan'ın Xitay'nın bir partisi kendini şundakla Xitay'nın işgaliyet hakimiyeti Şarkı Türkistan'daki müstemlik hakimiyeti bilen birlikte yani onu etraf kılan asasda bir çıkıp bakmanız. Şu an benim demekçi boğunun bu yerde vatan içinde mi müstakillik hareketlerini kılan oğlanlarımız, milli kahramanlarımız köp bu. Zeynep'in Yusuf çok. Zeynep'in Yusuf mu vatan içinde bağrında yaşayan bir azmetimiz bu. Emeliyette müstakil vatanımızın müstakilliği için öz canını şehit oldu, kurbanlar oldu, şehit oldu. Şuna endelikle vatan içinde olan dikiller Şarkı Türkistan'ın Xitay'nın bir partisi kendiliğini etraf kılmayamalı yok. Ve şundaklı vatan içinde olan dikiller Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki müstemlik hakimiyetini etraf kılmayamalı yok. Şundak şekilde hareket kılınız değişme benimce olarak kıymetli. Sizningçe İlham To'xti turmudan çıkan mı? Yani müddessiz kesilgen bir kişi. Müddessiz oy kesilgen. Endi bilme digil bo'lmaydi buni chunki masalan turmaga kirib ketganlarning ichida nurg'un odamlar chiqdi turmadan chiqmaganlarmi bor shunga ilhom to'xtini chiqdi degilimi bo'lmaydi chiqmaydi degilimi bo'lmaydi lekin endi ilhom to'xti qandoq qilgan bilan uyg'urlarninki haq huquqini talab qiluvchi bo'lganligi uchunla albatta Xitoyning dushmani. Xitoy uni bosh qo'ymaydi chunki faqat nim bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'urning haq huquqini talab qildi. Demak, u yanalan Xitoy hokimiyatining dushmani bo'ldi. Xitoy uni dushman ko'rdi. Shunga bu shu dushmanlik yuzasidan uni turmada chiqarib tashlashi mumkin. Ham turmadan chiqarmasligi mumkin. Lekin yana bir tarafdan ba'zi vaziyatlar, ba'zi deymiz tarixiy paytlar bo'ladi. Ashunday paytlarda turmadan chiqib ketishi mumkin. Onun bilmiyorum. Lekin ben kesip bir mesele. Hoş, rahmet. Yani bu ideolojiya meselesi pek mühimken bu cihette biz asaslık dünyada hareket kılıvatkan, siyasi mücadele kılıvatkan rehberler ya ki meşhur insanlar ya ustaz, alimler ile ciddi alakada buluvatımız. Ötken kayıtımda mesela 1989 Tiananmen vakasının asaslık baş rolçilari yoki baş qo'zg'uvchilardan bo'lgan O'rkash Davlat Efendim Gollandiyaga kelganda biz o kishilar bilan fikr almashtirgan bo'ldik. O'rkash Davlat Efendimninki fikrida agar chunki biz bu demokratiya degan so'zni ancha-muncha qo'llanadigan bo'ldik hozir. Bugungi dunyoning demokratiyasi qaysi shaklda ketyapti u ayrim bir masala. Agar Sharq Turkiston Xitoyning qo'lidan chiqib qutulsa, Şarkı Türkistan xalqida demokratik bir saylam hep verilse, %51'lik bir saylamda Şarkı Türkistan xalqi eğer Xitayning qo'lida avtonomiya holatida turib yashashni xohlab qolsa, biz shu şekilde boshquramiz, ya'ni avtonomiya bo'lib yashaymiz degan so'zni o'z og'zi bilan bizning oldimizda qilgan bo'ldi. Ya'ni bu yerda chunki Xitoy 2030, 2040, 2050'lik planlarda Şarkı Türkistan'a ciddi göçmen yötkeş ve en ahırda 300 milyonluk bir göçmen yötkeş siyaseti olsa 30 milyonluk bir Uygur bilen 350 milyonluk bir Şarkı Türkistan
coğrafiyası şekillendi. 30 milyon Uygur'ninki sam berişi bilen 300 milyon Xitayninki saylam katnaştı. Bu yerde asman zemin bir fark oldu. Elbette bunu oylab dedim demedim onu bilmeyim. Çünkü bu yerde şu sözler değildi. Eğer Xitayninki nüfus Şarkı Türkistan'da eşip kesse bir saylam bop kapqasa Xitay özünki nüfusunun köplük bilen yanıla Şarkı Türkistan'ı dünyada demokratik şekilde bir avtonomiya qilib ihtimali bor. Yani qutulgandan keyingi bo'layotgan siyosat mavjud. Bu şekilde nim qildi. Demek ki siz bu fikirga qanday qaraysiz ve sizin sözünüzden bununla karşı bir sözünüz çıkdı. Çünkü yakında Ürkeş Devlet Efendim bilen ben ciddi bir alaq qilishni o'ylayapman. Xalqimiz ko'rishtirishni. Buni fikringizni ele olay ki şu zamanda ben o'tirib qo'yib xalqimizda Sharq Turkiston masalasiningki haqiqiy iniq bir ideoloji, iniq bir asos qonun, iniq bir nizomnomalarninki bu rahbarlarning kallasidagi javobini bilib olaylik demoqchiman. Xo'sh. Rahmat. Mühim nayeti bir tahirsiz bir sual bu. Ciddi. So'rash kerak bo'lgan ham ciddi javob berish kerak bo'lgan bir sual. Rahmat bu sualni so'raganingizga. Men o'tganda 2 yil burun bir muxbirninki, Tayvanlik bir muxbirninki mendan bu sualni so'ragan vaqtida aniq javob bergan. Ya'ni referendum deymiz, raismash. Shunday bir raismash harakatiga çünkü öz tağdını öz belgeleş degan shunday bir qonun huquqninki shakli ijro qilish shakli nima desa raismash bu. Xalqning raismash kerak. Men uningga qarshi ekanligimni va bunun qonunsiz ekanligi Sharq Turkistonda haqida javob berdim. Endi men bu yerda biraz tafsilga tushuntirib o'tay bu masalani. Oldi bilan Sharq Turkiston xalqi başka xalq ve başka devlet tarafından besilindi. Zimini besilindi, devleti işgal kılındı, xalqi mustamlik kılındı. Endi bundaq bir xalq, muşu besilishdan burun, özü mustaqil bir millet, mustaqil bir devlet, özünün özüge hoca bo'lgan bir zimini bo'lgan bir xalq bo'lganligi uchun, demak uninki keyin kelgusida besilingandan keyin, mustamlik bo'lgandan keyin sen mustaqillik talep kılamsa ya ki talep kılmamsa, avtonomiya talep kılamsa ya talep kılmamsa, Xitay bilen birlikte yaşashni xohlamamsa deb so'ralishning o'zimi demanlik deb qarayman. Çünkü o burun mustaqil yaşagan bo'lsa, burun bir davlatning avtonomiyasi bo'lmagan bo'lsa, bir vatan. Burun başka bir xalq bilan birlikte yashashga majbur bo'lmagan bir xalq bo'lsa, u bir erkin, azat, mustaqil bir xalq bo'lsa, uningdan yana sen mush erkinlik, azatlik va mustaqillikni xohlamasa deb so'rashning o'zi nimalar bo'lmaydimi? Bu birinchi. Ikkinchi, mening nazarimda bundaq bir raismashning ilib berilishi besevilingan zemin. Ya bu yer ben onu özgertip koyay ki saylam demekçi aslında. Ben hata düşündürüp koygun buluş mümkün. Saylam. Yo'q, meningcha degan gapni shu ma'noga deyman deb o'ylayman. Xo'sh. Endi ikkinchidan bundaq raismash, bu bir saylam albatta. Sen nima xohlaysan deydigancha. Bundaq bir xalqninki siyosiy irodasini ifodalaydigan, ko'radigan bir vosita. Mushundaq bir saylamni, mushundaq bir raismashni asli burun mustaqil bo'lmagan. Lekin bir davlatda nüfus çoğunroq bo'lgan, boshqa til, boshqa madaniyat ega xalqlardan so'raladigan va aytib beriladigan bir faoliyat bu. Masalan men misol beray. Bu faqat misol bo'lsin, balki to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin misol Xitoyda Tunganlar bir millat ustida. Tunganlar burun özününki bir siyasi birligi bo'lmagan, ya'ni bir mustaqil bir davlatda yaşagan xalq emas. Burundan tortib Xitoy bilan, Xitoy zaminida, Xitoy xalqi bilan birlikda yashagan xalq. Musulmon bo'lsin. Endi mushundaq bir xalqning nüfusining ko'payishi, endi agar boshqa til so'zlagan bo'lsa, masalan Xitoydan boshqa tili, madaniyati, dini, urf-odatlari yuzsidan bularga endi bularning rayini sinab,
qandaq shaklda yashashni xohlaydi bu xalq degan vaqtda bu bo'ladi. Lekin Uyg'ur xalqiga bo'lmaydi. Chunki Sharq Turkiston xalqi men birinchi sababni ko'rsatgandek, burun mustaqillashgan xalqdan qaytadan bundoq so'rash deyman. Uchinchidan, siz abay eslatgandek pek muhim nuqta. Agar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini joriy qilish uchun buningda raislash bo'ladi. Raislagan vaqtida Sharqiy Turkistonda hozir shunday bir raislansa, butun Sharqiy Turkistondagi xalqlar, kishilar va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi planliq, sistemalik yo'tkab chiqqan ko'chmanlarni o'z ichiga oladi degan savol keldi. Agar bu ko'chmanlarni o'z ichiga oladigan bo'lsa, u chog'da bu ko'chmanlarning nupusi bizning nupusdan 2-3 qatlab etgan bo'lsa, u chog'da 10 hassa qatlamoqchi hozirgi planda 300 million. Albatta, uning birinchi qatlashi mumkin. Endi bunday ahvolda Sharqiy Turkiston xalqining haqiqiy orzu-umidlari, irodasi mushunda raislashib ifodalanmaydi, mumkin emas. Chunki butun Xitoy ko'chmanlarining hammasi biz Jungoda hatto avtonomiya emas, Jungoning bir o'lka shaklida yashaymiz degan qarorni olish. U chog'da qanday bo'ladi? Shunga. Demak ki o'z taqdirini o'zi belgilash degan so'zga qarshi ekansiz sizning bu so'zingizdan men shuni bildim. Ben raskatni desem elbette o'z taqdirini o'zi belgilash Sharqiy Turkistonliklarning, Sharqiy Turkiston xalqininki huquqi emas. Sharqiy Turkiston xalqining huquqi, asli huquqi mustaqillik, chunki u mustaqil yashagan xalq bo'lsa. Bir siyosiy taktika deb tushunsak bo'ldi ekan unda bo'lsa. Albatta, nayt yaxshi. Sharqiy Turkiston xalqining asli Allah'dan ve özüden ve zimininden kelgen terbiye bir hukuk tutsa mustaqillik. Aşlıq yaşayan tutsa. Demek onu kopap kaydedin yine öz taqdirini özü belirleyiş şeklinde onun bu hukukunu, bu hukukunu kalmamsa ya kalmamsa şunu başının özü bilmelidir. Hakikaten bilmelidir. Rahmet, Allah razı olsun. Elbette men bir yig'inda yoki bir o'ltirishda bir ig'iz so'zni qilgan edim. Bu yig'inda bu Dunyo Uyg'ur qurultoy raislari yoki boshqa tashkilot boshliqlari bor edi. Ya'ni Sharq Turkiston surgun hukumati atalmış bir hukumat degan so'zni men qilgan. Chunki u vaqtda yani bir qancha yilning oldi bu. Men 2005 chet elga chiqdim, ammo Sharq Turkiston surgun hukumatiningki ijtimoiy jihatda, yani namoyish qilish va yoki boshqa hukumatlar bilan birlikda Xitoyga qarshi xizmat qilish degandek narsalarni jiq oz anglaydim menda. Ammo keyingi zamonlarda ma'lum bir ishlarning o'tirg'i chiqishi bilan shaxsiy qalbimda bir so'ymaslik, yaxshi ko'rmaslik o'tirg'i chiqib shu so'zni qilgan edim. Ammo keyingi zamonlarda bu hukumatning o'zgarganligi, masalan, keyingi vaqtlarda Yaponiyada bo'layotgan ishlar, xizmatlar va dunyo miqyosida ko'rayotgan xizmatlarni ko'rgandan keyin men u so'zimni qaytadan qarab chiqdim va o'zgartiryapman inshaalloh. Bundan keyin albatta bundoq atalmış degan so'zdan qutulaman deb o'ylayman, Alloh xolisa. Albatta sizlarningki xizmat nimanglar qaraymiz. Agar chunki buni qarindoshlar so'radi-da, shuningdan yodimga kelyapti-ki, bundan keyin ham atalmış surgun hukumati bo'lib qolsa, albatta yana shu ikramda shu atalmış deydigan so'zni ishlatishga majbur bo'lamiz. Ammo bundan keyin xizmat belgilaydi. Bu aslida qo'pollik bilan deyilayotgan gap. Shunda bo'lsa-mu tanqidga ochiq bo'lganliklari uchun ham deyapman men. Ya'ni bundaki uygunayil deyman, xalqimizga uygutish uchun deyapman buni. Nima uchun deganda hamda biz bilmamdiq bu odam o'rgatmasin deb qilish mumkin qarindoshlarimiz. Telefon nomerini ekranga yozib qo'ydik. Qarindoshlar telefon qilmayotdi. Ammo oqidan nurg'un xatlar kelyapti. Demak bu bizda bir samimiyatsizlikni biladi. Telefon nomeri ochiq. Qandaq so'z bo'lsa, qandaq fikr bo'lsa, qandaq tanqid bo'lsa, telefon qilsanglar, rahbarlar, bizlar her zaman ochiq shaklda o'zimizni aqlaymiz va yoki tushundirish beramiz
va yoki bo'lmasa sizlarning xatoligini yo o'zimizning xatoligini bu yerda e'tirof qilishga majbur bo'lishimiz kerak bundan keyingi zamonda. Inshaalloh surgun hukumatining bundan keyingi xizmatlariga men utuq tilayman inshaalloh. Bundan keyin bir narsa men qisqirib o'tib ketay. Shu sizning degan so'zingiz bilan munosabatli masala. Albatta Sharq Turkiston surgun hukumatiningki shu faoliyat qilish taraflaridan jiq faoliyat qilmaydi, faoliyatlari yo'q yoki surgun hukumati nima qildi, bu deydigan savollarning ba'zi real amaliy taraflari bor, haqiqiy taraflari bor. Nima uchun degan vaqtda Sharq Turkiston surgun hukumati bir hukumat, bu bir davlatning, bir xalqning hukumati. Bu başqa ommaviy tashkilotlar va partiyalarga o'xshamaydi. Ommaviy tashkilotlar va tashkilotlarningki harakat qilish doirasi imkoniyati cho'ng ham kuchli. Lekin Sharq Turkiston surgun bunday emas. Chunki nurg'un masalalarda, masalan, har qanday bir Sharq Turkiston tashkiloti, Uyg'ur tashkiloti, masalan, Xitoyninki ba'zi siyosatlarini tanqidlab qala oladigan vaqtlar bo'ldi. Masalan, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda elib berayotgan ba'zi siyosatlarni, yurgizayotgan ba'zi siyosatlarni tanqidlab va bundaq zulmni, ba'zi siyosatni o'zgartirish yoki bu zulmni azaytish deydigandek, shunday bir harakatlarni qila oladi. Men misol beryapman bu yerda. Lekin surgun hukumati undaq qila olmaydi. Nima uchun? Chunki Sharq Turkiston surgun hukumati Xitoy mustamlikchi hokimiyatini Sharq Turkistondagi zodi e'tirof qilmadi. E'tirof qilmagan ekan, undaq bir hokimiyatga xitob qilmaydi. Va undaq bir hokimiyatning siyosat o'zgartirishini talab qilmaydi. Va yoki shundaq bir hokimiyatning Sharq Turkiston xalqi qilayotgan zulmlarni azaytirish, kuchaytirish, kamlatish, yaxshilash, askilash deydigan bundaq shartlarni qo'ymaydi. Chunki e'tirof qilmaydigan bo'lsa. Chunki siz bir hokimiyatga yurgizgan siyosatlarni undaq qil deganingiz, zulmlarni azayt deganingizning o'zi oldi bilan bu hokimiyat e'tirof qilmaysiz. Bu eng oddiy bir mantiq. Bu so'zni xo'sh. Bu so'zni mundaq bir masala kelib chiqdi bu yerda. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir oliy rahbarimiz bo'lgan Robiya xonim onamiz bor. Uningdan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyininki raisi, Uyg'ur millatininki ma'naviy onasi Xitoyni bir qancha qitim bu masa shiragi chaqadi, ya'ni o'rin ustalni ustiga kelayli, biz bu ishni deyishayli, Sharq Turkiston masalasini qanday qilishni degan bo'ldi. Demak, sizning bu gaplardan biz shiragi kelmaymiz, ustalning ustiga kelmaymiz degan gap chiqdi. Men shunday o'yladim. Ya'ni Xitoy bilan har qanday bir shaklda, ilmiy shaklda shiraning ustida turib sizlar birga kelmaydigan. Bu hukumat. Bunda dakika kelma bo'lmaydi, lekin bu yerda men bir narsani tushuntiray. Endi mustamlikchi, tajovuzchi bilan mustamlik qilinguchi, tajovuzchi, ushurguchi qandaqli bo'lmasin bir jo'zga kelish ehtimoli az. Chunki birisi yeni birisining huquqini kuchga, zo'ravonlikqa tayinib tortib olgan. Bu zo'ravonlik mushu kuch bilan ilingan har qanday huquq yenilan shu zo'ravonlik kuch bilan qaytib qo'yildi. Bu bir oddiy bir qonuniyat. Yeni bir tarafdan albatta hozirgi mushu 21 asrda yashayotimiz, uning ustiga bizningki da'voyimiz, masalamiz xalqaralashib ketdi. Mushunda ahvol ostida albatta Xitoy hukumati bilan bir jo'zlik qilish fursatlari va ashundaq bir halokat bo'lib qoladi. Bunday ehtimoli bor. Lekin bu qandaqdir Xitoyning Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatchi hokimiyatini e'tirof qilish emas. Faqat Beijingdagi Jungoning hukumati bilan Sharqiy Turkistonning surgundagi hukumati, ikki hukumat Sharqiy Turkistonning milliy mustaqilligidan iborat bu xalqning bu siyosiy nishonini amalga oshirishda
shunday bir tempengi shunday bir so'zlashga, suhbatga majbur bo'lib qolish ehtimoli mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Bu bo'ladi. Lekin bu qandaqdir Sharqiy Turkistondagi Xitoyning mustamlikachi hokimiyatini e'tirof qilgan asosda bo'lmaydi. Bunisi. Masalan, Tibetlar davomliq üstel üstek keladi. Buningki Tibetdagi zulmni azaytishda foydasi bo'latamdi buningda? Bu o'xshamaydigan bir yeri bor. Tibet bilan hozir bizning o'xshamaydigan yerimiz Sharqiy Turkiston harakati bilan Tibet harakati. Hozir Tibet harakati mustaqillik talab qilgan harakat emas. Ya'ni Dalai Lamaninki o'ttirga qo'ygan oliy avtonomiyasi bütün Tibet hareketinin Tibet davasının negizi, yani asas meselesi. Yani Tibet hazır, biz Tibet'in ilgili hukukunun Xitay'ın kulu dikelliğini etraf kalan asasta, lekin Xitay'a ali avtonomiye verilgen asasta meselemizni hal kılmamız degan bunda qarashli bo'lmayotganligi uchun Tibet bunda etgan vaqtida Xitoyninki Tibetdagi hakimiyetini e'tirof qiladi. Shunga ular suhbatlashalaydi, kampaniyamiz mushtaqillik, suhbat va dialoglar orqali masalasini hal qila oladi. Lekin biz undaq emas. Biz hozirgi kelguncha ba'zi tashkilotlarimizning nima deyishidan qat'iy nazar 1933 dan 44 ta hozirgi kelguncha Sharqiy Turkiston xalqininki birdan bir nishoni mustaqillik. Hem kararı, siyasi kararı, ideyisimi mustaqil. Hozirda Tibetlarninki Xitoy bilan bir shirada maslahatlashayotgan masalasi bu shu Tibetdagi hukumatlikni e'tirof qilib turib kelayotgan suhbatmi bu? Albatta, endi bunday aytganda Tibetlarning davosining xarakteri nima? Ular mustaqillik talab qilmaydi. Ular oliy avtonomiya talab qildi. Ya'ni Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin işçideki zemin bütünlüğü asasen, lekin ali avtonomiye hukukuga ega bo'lgan bir avtonom rayon talab qilyapti shu. Bizning da'voyimizga o'xshamaydi. Bizning masalamiz da'voyimizning xarakteriga o'xshamaydi. Biz hozirgi kelguncha mustaqillik talab qilayotgan xalq. Mustaqilligimiz uchun kurash qilayotgan xalq. Tibetliklar undaq emas. Endi agar Tibetliklar bu qarashini o'zgartib, ya biz bu avtonomiya, ali avtonomiya talab qilgan asosda bu da'voimizni qilganimiz bilan yetarli o'zimiz ko'zlagan maqsadga yetolmaydi ekanmiz. Tibet xalqininki erkinligi, ozodligi yana Tibetning mustaqilligi bilan munosabat ekan. Shunga biz bundan keyin mustaqillik talab qilamiz desa, umumiy Tibet xalqininki tanlashi bo'ldi, o'chog'i o'zgardi, masalalar. Yani bu ali avtonomiya meselesi bu şire üstüde Xitoy bilan yüzdiran oturup paranlaşıvatqanlarninki ağam faydası var mı yok mu? Ben bunu qo'shimcha so'rab qo'yay. Endi men sizdan so'ray, so'rash shartli javob beray. Xo'sh. Bugungi kunda Sharqiy Turkistonda 250 yilning mobaynidagi bizning huquqlarimizning eng dahsanda qilingan vaqtida shundan emasmi? Shunaqa. Demak, bizning tariximiz, mustamlik tariximizdan tortib ta hozirga kelguncha 250 yildan yoqi bizning qilgan kurashlarimiz mayli u avtonomiya talab qilayli, avtonomiya huquqlarimizni joriy qildirishni talab qilayli, Xitoy bilan Xitoydan zulmlarni azaytishni talab qilayli, Uyg'ur xalqining kishilik huquqini talab qilayli. Eng oxirida nima bo'ldi? Bu talablarimizning hammasi sug'uchilashdi, real amaliy ish emasligi isbotlandi. Kishilik huquqimizdan tortib milliy huquqimizgacha, avtonomiya huquqlarimizning hammasigacha yo'q bo'ldi. Hatto bizning avtonomiya huquqimizdan iborat tilimiz yo'q bo'ldi. Yo'q bo'ldi. Demak, biz nimaga erishdik? Demak, bundaq talablarning, bundaq suhbatlarning, bundaq qarashlarning, bundaq da'volarninki eng oxirida yanala hech qanday bir natijaga erishmaydiganligi, hatto texmu nachar bir vaziyatga yetaklaydiganligi tarixdan ko'rinib turibdi, bugundan ko'rib turibmiz. Demak, bu yer Tibetlar yana foyda olmagan taqdirdami har yili Xitoy bilan so'zlashyapti.
Bu yerde menki Tibetlerinin söhbeti toxtadı ya. Toxtadı Toxtadı. mı? Uzun oldu. Toxtadı. Tamam. Rahmet, bir qarindishimiz telefon qilibdi, hozir telefon saqlab turyapti, xeyli uzun bo'ldi. Assalomu alaykum qarindishim, siz savol, taklif, fikrlaringiz bo'lsa o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Alaykum assalom. Islomiga Alloh rahmat qilsin. Xizmatimizga ko'p mamnun, ko'p xursandman. Ahmadjon Islom efendi bilan o'zlarimga qadim so'zlashgan o'tganda Biroz unliroq so'zlang. siyosiy tartib to'g'risida biroz tushuncha bersa. Va siyosiy kun tartib bilan siyosiy tartibning orasida qanday farq bor? Bu haqda savol so'ragim bor. Birinchi, ikkinchidan Ilon To'xtaning o'rnida tug'an men boshqa yuksak bahodirman. O'zimning yozgan bir narsadan ba'da ben İlon To'xtadan ko'rishib boqqan emas. Yani Allah bakan emas, lekin bu adam bizning vatanimizda qarindoshlar 2010 yilining 2010 oldida bizning nurg'un ziyoli dashi qilgan qattiqroq bizim aqli chiqmagan bo'lsa, Xitoy tilini yaxshi bilsa, Xitoyning qonunni adoliy ishlayman degan tashabbus qilgan nurg'un ziyolilar zoti. Alami bor. Lekin burunda ko'pda İlon To'xta Xitoy qonunininki chunki o'zing tashviqotga qonunning adolatini bir aqlimiz Uyg'ur xalqini boyqimiz 60 yil degandek davomli 60 yil 60 yil birvatqan bir tashviqot nimasi bor. Shu narsani Uyg'ur xalqini da dedi. Qonunning adolatini haqiqatan Uyg'urlig'ida Uyg'ur xalqiga olib degan da'vo qildi. İlon To'xta bu Xitoy hukumatining bizni qilib kelganimizni bir asrni xo'rlash ma'nosi kelib bizga daldan normal ma'noda ko'rdik bizdan da. Demak bu İlon To'xta biladi. Demek Xitoyning bermaydiganligini biladi. Bu orqali bu odam nima ish qilmoqchi degan masalada menga fikrim o'tirib qolgan bo'ldim. Bu odam aşırı Xitoyning bermaydiganligini bizning xalqqa Xitoyning nimasini bir kompaniyaninki qanday bir hokimiyat ekanligini shu ayol ziyodiligiga to'nilgan bo'ldi. Bu nurg'un agashtirmoqchi vatandika. Aslında bu o'zingizning fikri, savol emas, shundaymi ikkinchisi? Ya bu fikir demek bu odamning xalqaro to'nitda Xitoyning zulmini dunyo to'nitdi va Uyg'ur xalqi to'nitdi. Bu haqda men haliqda o'tgan qo'yilgan savollar berilgan javobga aslında bu siyosiy to'pisini bir ko'z tutib gap qilishni umid qilaman. Bu haqda bir aniqlik bersa. Bo'ladi, rahmat. Siyosiy tartib bilan kun tartibi qanday masala, qanday farq bor? Bo'ladi, rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlar, bu Ahmadjon Osmon efendimning javobini ilishdan burun deb qo'yay, men bu inkos qilib yozayotganlar savolning hammani o'qislar, qo'rqmay davasil debdi, qo'rqaydigan birla Alloh bor inshaalloh. Ya'ni ma ba'zan qarindoshlar savolni 5-4 qatim takror yozyapti. Savolni qarasam deydiki, Xitoy biz Xitoy bilan qurolli urush qilayotgan vaqtimizda Sharq Turkistondagi turmadagi qarindoshlarimizni qirib o'tish ehtimoli bormi degandek mandaq bir savollarni so'rabdi. Endi bu endi ahmoqona savolmi yoki to'g'ri savolmi inshaalloh o'zingizlar baho beringlar. Bu Xitoy ananing qo'rsiqidagi balni o'ltirayotgan bir zalim faşist hokimiyat. Albatta hozirmi o'ltirayotdi, qiynayotdi, yo'qotadi. Biz urush qilib qolsak, birinchi bularni yo'qotishi mumkin. Bizning xalqimiz biz urush qilib bo'g'icha hatto nurg'unlarimizni yo'qotishi mumkin. Shuning uchun ba'zan savollaringizni men o'qimadim qarindoshlar. Shuning uchun biroz hozir Xitoyning ish chaqirayotdi, keyin ish chaqirmay o'tirib o'tamiz degandek bunday gaplarni qilmaylik. Xitoy bizga burundan ish chaqirmagan, hozirmi ish chaqirmaydi, kelgusida urush qilib qolgan kundami hech bir zaman texmi vahshiylashib ketdiki, texmi ish chaqirmaydi. Shuning uchun menda savollaringizni o'qimadim. Shunga buningdan keyingi savollarni telefon qilsanglar bo'ladi, chunki vaqtimiz oyoqlashib qoldi. Bundan keyin inkos qilib yozilgan savollarni ham o'qimayman, faqat telefon qilishlar maqbulmi bor. Bu qarindishimizningki savoliga javob bersizlar. Marhamat. Siyaset dünyasında niyet çıkaramayız. Siyaset dünyasında ağızdaki gap bilen hareket çıkaramayız. Şuna siz ağzınızda men
mening ziminim Sharqi Turkiston Xitoyning bir partisi desamiz ve Xitoyning asosiy qonunidan Xitoyning o'zidan sen asos qonunni qo'ygan, asos qonunni belgilagan, menga bergan huquqlaringni ijro qil deb Xitoy hokimiyatidan talab qilgan. Demak, biz bu yerda Sharqi Turkistonning mustaqilligidan iborat bu muqaddas prinsipdan voz kechgan bo'lamiz. Bu aniq masala. Mayli sizning buni qanday shaklda deganingizdan qat'iy nazar. Balki siz deyishingiz mumkin, yo'q, men buni yaxshi niyatda dedim. Lekin siyosatda niyatga ishonmaymiz. Biz siyosatda so'zimizga, harakatimizga ishonamiz. Bu bir. Ikkinchi, men faqat bir narsani sinash uchun yoki bo'lmasa Xitoy cho'qim bermaydi bizga avtonomiya huquqimizni, lekin men Xitoyni mazlashtirish uchun, qiyin ahvolda qo'yish uchun ve xalqaraga qaranglar mana Xitoy hatto bizniki mushunda huquqimizni bermaydi deydigan bir narsani isbotlash uchun desakmi, eng oxirgi borganda yana biz eng cho'ng narsadan voz kechgan, unutib qolgan bo'lamiz. Bu bozumi Sharq Turkistonning mustaqilligidan iborat bu muqaddas. Chunki xalqaramo sizning so'zingizga, harakatingizga qaraydi, niyatingizga, nima o'ylaganingizga qaramaydi. Siyosat degan shu. Shunga siz qo'pab nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima o'ylashingizdan qat'iy nazar Sharq Turkiston Xitoyning bir partisi, men Xitoyning Sharq Turkistonning hokimiyatini e'tirof qilman. Shunga mush hokimiyat o'tirib qo'ygan, o'zi belgilagan ba'zi siyosatlarni ijro qilsin desangiz, xalqaraning tushundirganisi, demak sen Jumbo'dagi bir asallik millat kelsa, sening hech qanday zimin da'voying yo'qki, sen Jumbo'ning zimin butunligini hurmat qilishing kerak, zimin birligini hurmat qilishing kerak, Jumbo xalqiningki qochilishiga sabab bo'lmasligi kerak. Bu şekilde, bu asasda huquqni talab qila olsa, deydigan xalqaroning bundaq shartiga tushib qolasiz. Masalan, men ayni vaqtida shu İlham To'xta Efendining o'z og'zi bilan herhalde Erkin Asiya radiosini anglagan bo'lishi mumkin yoki boshqa yerdan angladim. Men Xitoyningki Sharq Turkistondagi, ya'ni Xinjiangdagi egalik huquqini e'tirof qilaman. Ammo men bu yerda Xitoyningki asos qonundagi avtonom rayon degan bu so'zga amal qilishini va avtonom rayonda belgilangan bu qoidalarga, ya'ni bu qonunga amal qilishini umid qilaman deb bu shaklda, ya'ni men Sharq Turk Xinjiangninki Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini nima qilaman degan so'zlarni men o'z quloqim bilan anglagan. Bu hammamiz bilamiz buni albatta. Endi bu jihatda İlham To'xta Efendini, uning qalbini Allah biladi. Ama ben bu yerden... Elbette kalp ve niyet Allah biladi. Çünkü insan, yeni bir insanın kalbini, niyetini bilmeydi. Onun fakat sözü, her şeyi qarab turib onun baha biladi. Şunda mı? Şuna. Siyaset bir şey. Ama bu yerde İlham To'xta Efendi'nin gepi çıktı. İnşallah elbette bütün qarindoshlarımni şahsen ben başlap dua qilishimizni, şu qarindoshimizdan elbette. Qiyinchiliklardan qutulishini, elbette turmudan tez fursatda azod bo'lishini, inşallah hatta bizning qo'limiz orqali azod bo'lishini umid qilamiz. Chunki hozir İlham To'xta chet elga chiqsa yoki biz yuz ko'rishgan bo'lgan bo'lsak, albatta qalbidagi samimiyatini bizga deb berish mumkin edi. Shuning uchun Alloh xolisa, hamda biz sirtqi so'zlagan so'ziga qarab turib, bu aslida bizning so'zlashayotganimiz İlham To'xta emas. Bu yerdagi Sharq Turkiston xalqininki kelgusidagi prinsipal ideologiya va yoki nishon masalasi. Uning uchun biz uni deyishyapmiz. Ammo albatta İlham To'xta Efendini biz shaxsan men qalbimda yaxshi ko'raman, chunki o'tning ichida kurash qilgan bir kishi. Uning vositalari xato bo'lishi mumkin. Ammo vosita prinsipni o'zgartirmaydi. Prinsip vositani belgilaydi. Xo'sh. To'g'ri deysiz. Endi yine bir kısa bir bitay. Ma bizniki do'stimizniki savolidan, masalan, uni Xitoyning ma'nosini sinab baxti, uni sinab baxti, uni isbotlab berdi demasakmi? Xitoy o'zligidan o'zining qandaqligini, nimaligini o'zi isbotlab berdi. Masalan, bugungi zulm, bugungi Sharq Turkistonning ahvoli, Sharq Turkistonning bugungi vaziyati Xitoyning nimaligini, qandaqligini xalqaro o'zi isbotlab berdi. Shunaqa.
Allah razı olsun. Qarindoshlar hozir shu izlayotgan qarindoshlarning soni eng yuqori chekka chiqqan vaqti. Söhbetimiz intayin ciddi ilib berilyotidi, ammo vaqtimiz to'shab ketyapti. Chunki men nurg'un inkaslar keldi, bu sizlarning söhbetingiz 2 soat, 2,5 soat surdi ekan. Bu qanday gap deb. Normalda söhbet programmalari mayli Turkiyaninki televiziyalarda bo'lsin yoki boshqa davlatlarda bo'lsin, akşam 11'da başlanıp 2-3'ler tugaydigan söhbet programmalar bo'ldi. Bizning deydigan gapimiz intayin ko'p qarindoshlar. Bizning dardimiz intayin ko'p. Bo'lib bu programma boshlangandan keyin nurg'un rahbarlarning, nurg'un ustozlarning, olimlarning qalbidagi so'zlarining hammasini biz yapolmaymiz, chunki vaqt ketadi. İnşallah shuning uchun bizning programmalarimiz mushtaq uzrab qilyotdi. Uningdan boshqa men ba'zi so'zlarga turkcha kelimalarni aralashtirib qo'yib, uningdan men afv so'rayman, chunki men o'zim turk jamiyatida ishlaganligim uchun davomli turkcha paran qilma ve bu programmani boshlashdan oldida turkcha programma qilatdim Facebookda. Bunu Uyg'ur qarindoshlardan asosan qatnagan edim. Ammo bir qancha 4-5 qitimliq Facebook yayın turkcha programmasidan keyin darhol mening xizmatim bu tarafga o'tib ketib qoldi. Alloh xolisa yana buni shuning uchun davomli turkcha o'rganayotgan bir kishi bo'lganligim uchun buningda to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Oxirgi so'zlarni alsak deyman, buningdan keyin savol so'raydigan qarindoshlar naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Agar inshaalloh oldimizgi zamonda yana biz Ahmetcan Osman efendim bo'lsin, Dolqun İsa efendim bo'lsin, Rabia Hanım bo'lsin ve başka rehberler, Seyitun Türk efendim, bundan başka rehberlerle her zaman bir yer ekilişke tirişimiz. Biz 3-4 rehberini bir yer ekilip, ustazlarını bir yer ekilgen zamanla bir kişininki sözler vakti 20 minuttan aşmayıvatıdı. Yani fakat gap kılanmayıvatıdı. Şunun için bazıda ayrım çıkışka doğru kelivatıdı. Şuna ahırkı sözlerini alsak, en ahırda sualı bak qarindoshlarimiz onu eğer halkılık alahide fikir teklif sualları bo'lib qolsa, onu değerlendirimiz, yani kıymetli ega qilamiz. Bo'lmasa sizniki ahırkı sözleri. Yani onun aldığı bir sualını soruversem, çünkü qarindoshlarimiz jiq yazdı. Sualını so'rashdan oldida bu qarindoshimizning telefonini men qabul qilay. Yevropadan bir yerdan bir numar uribdi. Assalomu alaykum qarindoshim, siz programmaning ovozini aytib o'ting. Undan keyin menga telefon qilsangiz bo'ladi. Bo'lmasa ovoz aralashib oldi ekan. Ya'ni bundan keyin xalqimiz uchun nima ish qilib berasiz degan savolga javob olay sizdan. Xo'sh. Endi xalqimiz uchun bir ish qilib berishimiz uchun xalqimizningki arzu umidini, armonini bilishimiz oldin. Hozir tarixdan buyon meningki xalqimning ovozini anglashimdan elib chiqqan xulosam nima desamiz? Xalqimiz bizning kutadigan o'zining barliq azob uqubatlarining bıraklan yo'qolishidagi asosli sabab omillarni tep chiqishimizni istaymiz. Yani vaqtliq masalalar, bo'libmi bu siyosiy masalalar shunda, chunki biz oxirida o'zimizni millatimizningki davosini qilayotgan da'vogarlar deb deydi ekanmiz. Bu chaqda xalqimizningki mushu arzu armonlari, xalqimizning chekayotgan azoblariningki butunlay yo'qoldiganga sababchi bo'ladigan, turtki bo'ladigan omillari nima? Mushuni o'ylashimiz kerak. Masalan, tarix qaraydigan bo'lsak, xalqimiz nurg'un qatim kurashlarni, inqiloblarni o'tdi. Lekin hammasi mag'lub bo'ldi. Nima uchun? Bu yerda cho'qim bir sabab bor. Mening nazarimda bizning g'oyamiz, nishonimiz aniq bo'lmaydi ekan. Biz har qanday yo'lni mansaqmi, bu manga yo'limiz behuda bo'ladi. Chunki haqiqatan, masalan, siz nega borligingizni bilmay turib yo'lga chiqsangiz, siz nega ketganingiz bilan meni aniqlaydi. Shundaqmi? Chunki sizning manganingiz ma'nisiz, bema'ni ish. Shunga nega boraman? Nega yetib boraman? Mening nishonim, manzilim nima? Deydigan bu savolni biz minishdan burun
hareket kılıştın burun bekitip olmasak, birlik olmasak, bir mukaddes prensip şekilde oturumuzda bizge komandan koymasak, vicdanımızga ve hareketlerimizge, bu çağda bizim hareketlerimizden hemimiz büyüdük. Benim nazarimda tarihten tartip bizden kılavatkan inkılaplarımızdan biyudişiligi müşahedidir. Bunda degenim andaqtı Uyghur halkı ve bizden burunku dairemiz, teşkilatlarımız milli müstakillikni oynamagan degenlik emas. Lekin milli müstakillik ibaret bu prensip hemmeden üstün kelgen mukaddes prensip emas. Bulmadı biz için. Bunda ahval aslında elbette bizim azap okubat çekip atkan azaplarımız, halkımızdan çekip atkan azapları az iş uyaktı olsun köpüğü geldi. Şiho Cemede 1945 Şiho Cemede 800'e yakın bizimki yaş cangçılarımız çelik oldu. Bir cangda var. Şu cangda bizimki prezidentimiz İlhan Töre 800'e yakın yani ne desek 786 cangçımızın yerlik koyuşta umumi namazını düşerken. Şu namazını düşerken vaxtida İlhan Töre yıklap ketken. Bu şu ballarımdan kene benim geldiğimde. Hem de aşımda bir cangda 800'e yakın şehitlerimizin kene bizim bu şu zemimizde, boynumuzda. Bunun isabatını biz Allah'a diyerişten bunun özümüzden halkını veririz. Fani dünyada, fani dünyada. Anın dinken Allah'a. Şuna muşunda tükülgen kan, verilgen can, menilgan yol, kılıngan küreş, tükülgen ter, muşunda ictihatlarımızdan hemisininki bir neticesi buluş için oldu bilen bizimki nişanımız, menzilimiz bazı bizimki davayımızın en halkılık meselesi bu. Ya ölüm deydi galyayıklar. Yani ya ölüm ya körüm. Nemeli körümüz? Kişilik hukukunu köremdik milletimizden. Dini etkiligini köremdik milletimizden. Zulmünün azişini köremdik milletimizden. Ya konusa milletimizden bütün muş erkilleşlerinin birden bir kabahatı olan, bütün muş zulümlerinin yok oluşunun birden bir kabahatı olan, mustakıllıktan ibaret muşundak bir ulu, mukaddes ölümünü köremdik. Muşu meselesinde oyunuşumuzu doğrultuyor. Birleşke vaxtımızda mı bunun muşu nişan, muşu menzil üstünde birleşimiz gerek. Bulmasa bizim birleşkimizden nişandan menzil. Şuna Allah razı olsun. Vaxtımız bir yerge badi. İnşallah qalğan nurgun qerindaşlarınki sualları baken şuna olsun mu? Bu ya to'xtashga mecburman. Çünkü yana bir qatim aldığımızda yana bir chiqsaq deb o'ylayman. Yani en ahırda bir qerindishimiz debdi. Onun aldığı bir düşündürüş bergentiler. Bu sual mening diqqatimni tortib yana so'rashga mecbur bo'laman. Bu Sharq Turkiston sürgün hökumətininki reisi bo'lgan, prezident bo'lgan Ahmadjon Osmon apandim bu sizni kim sayladi? Mening xabarim yo'q degandek bir narsa yozibdi. Aslında xabarimiz bor qarindoshlarning, ammo nima uchun bu savolni so'radim desa, prinsipal jihatdan xalq saylamdi sürgün hökumatining prezidentini yoki shura kabinet saylamdi. Abay deganda qilganlar mening esimim chiqibdi, yana bir qatim takrorlab deydi shu. Ben söhbetimizden başında asker ettim mesela hükümetimizdeki fonksiyası ve asası kurultayı umumi sayılandırmanda. Elbette bizimki 60'a yakın parlament azalarımız var dedim. Şu parlament azaları her 5 yılda bir yerde toplanışıyordu. Yani konuları bazıları çıkıp gidiyordu, yaşanıp kalıyordu, istifa veriyordu, bazıları yeni katılıyordu. Şunda bolsun mu azal gelince 2004 yılın azal gelince bizim tahminen 60 etrafında milletvekili yani parlament azası var, azalarımız var. Şu azalar bunun içinde elbette hükümetin kabineti şahsen ben prezident bunun içinde aldı bilen ben parlamentin azası. Anıl değil ki ben reis, cumhur reis bunu. Hem de
Muşu a'zolar har 5 yilda bir yerga kelganda Anadolu'nun Cumhur Reisini, yani Cumhuriyet Reisini, Prezidentini, hükümetindeki baş ministrini, sürgündeki Şarkı Türkistan Parlamento'nun reisini saylamıştı. Meni muşu 60'a yakın adamın vekilleri olan, Tokyo'ga kelip yığınımızda katlaşkan 36 adam saylagan. Resmi şekilde. Kabent saylaydı. Hazır bulup. Lekin baranmı Allah'ını koşup hesaplagandı mı yanılan 60 adam'a yakın adam meni saylagan. Hem de bizdeki muhaciretteki, sürgündeki davayımızda hükümetimiz mi yani müşinçilik şekilde buludu dep oylayman. Lekin nimeli koşusuna katı nazar bir yerde, malum bir dünyanın malum bir şehirde, Tokyo'da ve malum bir zamanda ve malum bir şaraitta ve mançilik kişi katlaşkan, Uygur Şarkı Türkistanlık katlaşkan müşindak bir jığında men saylangan. Şuna meniki sayılmışım kanunluk dep qarayman. Men qandaq bo'lishdan qat'iy nazar yanıla Şarkı Türkistan degan müşindak bir işgaliyetdeki devletning prezidenti men. Bundan faxrlanaman. Meni xalqim saylaydi deb o'ylayman. Hem muşu devletimning mustaqilligi, muşu devletimninki egilik huquqi ve muşu xalqimninki tamamen azatlığı, milli mustaqillığı üçün men özümün muşu reis burcumni Allah cinimni ağıça, meni şehit kılıça hareket kılın. Allah razı olsun. Nima uchun bu savolni qaytlab so'ding degan vaqtida biz hozir uyg'ondik, muhojirlar uyg'ondi. Burun rahbarlarni ta'qib qilish, tanqidlash xato yoki besimning ichida bo'lsa, bugungi zamonda rahbarlarni davomli ta'qib qilib, yana ularni nima ish qilyotdi deb kuzatib turish hozir uning ichidan chiqdi. Hukumatlar almashdi, ya'ni rahbarlar almashyotdi. Buningdan keyin rahbarlarimizningki nima ish qilayotgan, nima turayotgan, nima deyotdi, nima ish qilyotdi, hammani xalq yana yangidan ko'z bilan qarab chiqadigan bo'ldi. Ya'ni burunqidek agashmichi bir muhojirlar qo'shini yo'q bugun chet elda. Undan keyin oxirgi so'zlardan men yana bir faxrlik his qildim. Ya'ni men bu xalqningki, bu Sharq Turkiston degan bu o'rinning, davlatningki prezidenti bo'lib, buning uchun men o'lib ketkish xizmat qilaman deyalaydigan insonlar chiqish kerak bizning aslida. Ya'ni biz hatto boshqalar saylaydigan emas bizni. Biz o'tirib chiqib, men bu ishni qilaman. Men maoshni qila olmayman xalqimizga. Men Sharq Turkiston xalqi uchun mandaq va'dalarni bera olmayman-ki, agar men bu ishni qilib qolsam, mundaq manfaatlarni yetkiza olmayman. Men muhojirlar uchun iqtisod tepira olmayman, yoki maktab ocha olmayman, yoki ijtimoiy faoliyatlarni tashkillayman, yoki men askar bilan qurolliq hujum qilaman Xitoyga deydigan shaxslar chiqish kerak deb men oxirgi so'zlarda yana bir qitim faxrlandim. Hatto bir qarindishimiz yozibdi, biz Ahmadjon Osmon apandimning dini bilan biz nima ishimiz va kofirmi, xristianmi, musulmonmi biz unaga kirmasak debdi. Biz burun kirmagan, ammo bundan keyin kiramiz. Ya'ni aslında bir odamningki dini e'tiqodi Alloh bilan o'zining o'rtasidagi bir masala, ammo biz bir musulmon millatmiz. Bizning liderlarimiz musulmon bo'lish kerak. Bizning ya'ni kelib bizga bir kofir, bir xristian biz musulmon bo'lolmaydi. Bizning dinimiz cheklangan. Shuning uchun Ahmadjon Osmonning dinini surishti qilamiz, Robiya xonimning dinini surishti qilamiz, Do'lqin Aysoning dinini surishti qilamiz, Seyit Tomturkning dinini surishti qilamiz va nima deyatdi, nima ish qilyotdi, qaysi vositani ishlatyotdi, biz buni keyindan kuzatib turadigan bir xalq bo'lishimiz kerakki, undan keyin biz bu da'voni qila olamiz. Uning uchun biz men Ahmadjon Osmon apandimningki dini to'g'risida aslında o'shiqchi bo'lgan, ammo xalqimizning og'zidagi fitna fasodlarni, ya'ni xalqimizning ichidagi bir qismlarning og'zidagi fitna fasodlarni yo'qotish uchun va ochiqlik berish uchun men buni so'dim. Buningdan keyingi rahbarlarimiz har zaman har yerda ochiqlik berishlarini, qandaq bir ish bo'lsa buning mas'uliyatini ado qilib turishini shaxsan men umid qilaman. Bütün rahbarlarimizningki bu musulmon millatga musulmon bo'lib turib rahbarlik qilishini, dinimizga, shariatga muxolif shaklda emas, to'g'ri bir shaklda
yo'lboshchilik qilishlarini inshaalloh. Shaxsan men umid qilaman inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh. Har bir xalqninki qimmatlari bo'ladi. Shundaqmi? Muqaddasliklari bo'ladi. Uyg'ur xalqining qimmatlari bor. Bu qimmatlarning eng yuqorisi gul tojisi bizniki islomiy qimmat. Şuna elbette bununla bilen qandaqdır başka dinlarni inkar qilish, başka dinlarni yaklash emas. 99% Şarq Turkiston xalqi Uyg'ur xalqi musulmon xalq. Şuna mushu xalqninki prezidentimi mush xalqning mush musulmonlarga vakillik qilmish bo'lmaydi. Men shuna qarayman. Bu bir. Ikkinchidan ham yana bir deb qo'ydigan narsa nima desangiz, masalan men bo'lishidan qat'iy nazar ben her qandaq bir başka bir xalqning oldiga berib, kishining oldiga berib, yoq bir kishining oldiga berib, partiya tashkilotlarning oldiga berib, davlatlarning parlament a'zolarining oldiga berib, men Sharq Turkiston Cumhuriyetining surgundagi prezidenti desam, bütün davoyimizning xarakterini deb qo'ygan bilan deb o'ylayman. Buningdan faxrlanman. Çünkü men shundoq degan vaqtimda, bu Uyg'ur xalqi asli bir davlatkan, burun bu Uyg'ur xalqining masalasi asli davlat zimin masalasi ekan. Bular Xitoyninki bir partiyasi emas ekan. Uyg'ur xalqi Xitoy Jumhur xalqining bir partiyasi, bir tarkib qismi emas ekan. Demak bular o'zlarining burungi mustaqilligini egilib qo'ygan keltirish uchun kurash qilayotgan xalq ekan degan bütün bu ma'nolarni men o'zim faxrlik holda men Sharq Turkiston Cumhuriyetining surgundagi prezidenti degan gapim bilan ifodalab beraman. Bu mening faxrligimdir. Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın. İnşallah yani aldığımızdaki vakitler yani sohbetlerini ilip paramız hatta teşkilat başlıkları ya ki rehberler, ustazlar, alimler bilen beraber ikranda münazır karakterde uçuk yoruk, erken münazır ilişeleydiğen, erken kalbimizdekini teşhis tökeleydiğen, perde arkasında isimsiz gaybet kılmaydiğen, hemmeni ochiq yo'riq bilan deyaladigan bir shaklda inshaalloh bir fursat yaratishga tirishimiz. Sizlarning alohida so'zlari bo'lib qolsa, alay bo'lmasa, fikrni taqayma. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Endi oxirida ko'rurmanlarga vatan sirtida, vatan ichida shundoq, lekin vatan ichiga xitob qilmaymiz hozir. Vatan sirtidagi barliq Sharq Turkistonliklarga bir deydigan oxirgi gapim. Bugungi vaziyatda, bugungi bizning qarindoshlarımızın vatan ichidagi azob uqubatlar chekayotgan dard zulmlariga qarab, bu balki sizlar his qildinglar. Demak, bizningki Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining eng oxirgi, eng real, eng amaliy ve bütün zulümlerinin hatimisi, bütün dert eleminin hatimisi, bütün hak hukukunun kafaleti olan milli müstakilliğimiz için birlikte kol tutuşup küreşli adımlaydı. Benim birden bir ümidim düşüp. İnşallah. Elbette benim nurgun fikirlerimni yani Sharq Turkiston sürgün hükümeti üstüdeki fikirlerimni özgertişki sebep oladigan naq sözünün özüm manımı şu. Bunundan keyinki xizmetga qaraymiz. Bunundan keyinki besilgan qadamlar albatta bizni umidlantiradi inshaalloh. Lekin bu xalqning hukumati bo'lishi kerak. Eng oxirida oldi bilan Sharq Turkiston xalqi, ya'ni konkretni desak, vatan sirtida yashayotgan, surgunda yashayotgan, muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning qo'llashi, e'tirof qilishi bilan bu hukumat bo'ldi, bo'lmasa bu hukumat bo'ldi. Allah razı olsun. Ahırda körürmenlerge rahmet yetime. Bizimki videolarımızı hem behirlep dünyaya takip etken qarindaşlarımızga alaydı rahmet yetime. Elbette Ahmet Osman Efendim bilen 15 günden beri ciddi sözleşi arkalık bugünkü bu sohbetini qilishga muvaffaq bo'lgan bo'ldik. Uning uchun butun dunyoga tarqalishiga sabab bo'lgan qarindoshlarımga alaydı rahmet yetime dua qilaman. Uningdan boshqa yana bir narsani deb qo'ysam, qarindoshlar Mesela G'ulom Osman Efendim bilan sohbat o'tkazishni yana bir qancha qarindoshlarimiz yozgan bo'ldi. Biz har vaqt qarindoshlarningki sohbat o'tkazilishini xohlaydigan shaxslarning hammani ikrom elib chiqishga shaxsan men tirishman. Ammo bu vaqt masalasi tufayli masalan oldimizdagi chorshanba, payshanba kunlari, shanba, yakshanba kunlari va undan keyingi seshanba va undan keyingi juma kunlari degandek programmalar to'liq suhbatlar
ay oldida yoki 15-20 kun oldida belgilanib qoldi. Shuning uchun vaqt masalasi tufayli yetishmayotgan taraflarim bo'ladi. Qandaq bir shaxs, olim, puhra qarindoshlarimiz bo'lsa, sizlar aloqalashib, hozir qilgan ahvol ostida buni ekronga olib chiqib, suhbatni qilsak bo'ladi va qo'sqidagi ilmidan xalqimizni ham bahra qildirsak bo'ladi. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Yana bir qatimliq programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.